Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ale's-salâh. Hayy ale's-salâh. Hayy alel-felâh. Hayy alel-felâh. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sudek aktı Müslüm dinimiz. Sen için ey yurtimiz, fida bulsun cinimiz. Kan keçip hem can verir, ahır bulduk azattık. Kalbimizde var bulgaçta İtikat imanımız. Atılanın canları düşmedi tarih bitti. Nesli kaldı kendi var, biz onun evladı biz. Çıktı can hem aktı kan, oldu yağdın el aman. Yaşasın, mım yaşasın, güzel istikbalimiz. Yaşasın, mım yaşasın, güzel istikbalimiz. Assalamu alaikum, hürmetlik qarindoshlar. Jasorat munbiriga hoş geldinglar. Tönügün şu mustaqillik mücadelesi jarayonidagi iqtisodiy ahvol to'g'risida qisqacha to'xtalgan edik. Endi yana shu vaqt masalasi sababidan gapimiz tugmay qolgandi. Hozir hammamiz uyda bo'lg'achqa, hafta oxiri bo'lib qolibdi. Vaqtimiz bo'lg'achqa bu temani bek uzatib o'tmay, bugun oxirini chiqarib o'taylik degan maqsadda bugun yana shu qarindoshimizni ekranga taklif qildik. Bular Germaniyadan Abdurahimjon, Norvegiyadan Erkin Rozi ve Erkin Abdurahman akimiz. Erkin Abdurahman akimiz bugün yana şu ovoz bilan qo'shildi programmamizga.
Assalomu alaykum qarindoshlarım. Hammanglar salomat yaxshi turgansizlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Hammalarning ro'zg'i muborak bo'lsin. Berber Ro'z olsun. muborak Berber bo'lsin. olsun. Tülünün programında kısa topladık sıkıştık. Bak, tez sözü sadece çalmak kapıp adam. Bazı ağırlar mu cesaret diyen riyasetçi bak izi adam okul ötürek söz deydi ki ben o kadar cansız mı eskımagan ma tez sözü savaşta tötep kalma ağırlar doğru düşünün ama yani ben yani özlem bolay özlemde yok nesin doğrursam oxşanmaydı ekan ben bek izlengim emas amaliyotda atrofdagilar manga bergan bahasi ham jonliq deydi ba'zida bek ovozing bek yuqori chiqib ketadi ham telefonda qolsa ba'zi so'zlab deydi ammo ekran chiqqanda bek sapaga diqqat qiladigan o'xshayman shunga so'zivoq izivoq so'zlaydigan o'xshayman amal bor bo'lgan tezroq so'zlashga tirishay chunki ba'zilarning deyishi ammo olim deb rag'inimiz shaqshaq qilibdi bu riyasetçi izip sözsem akıdakiler mi izip sözler programının vaktimi izleyip bitirirken o soğuzulup bitirirken deydi. Şuna bir gün kanal bir tezrak sözler bakalı. Tüne gün Orta Asya'daki nime doğrusu da çıkarak toxtulup kaldık çünkü suallar çıkıp ketdi bu vakti. Hem asli bu nayet mühim bir iş. Hazırgacha işlemeye kavatkan bir sır boğaşka. Xalqimiz tig'i javob ololmag'achqa bu ishga asli buni maxsus bir tema qilib so'zlash kerak edi. Mumkin bo'lsa munosabatli shu chetilgan odamlardan bir ovoz og'il bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Tunugun buni o'qigandan keyin ba'zi qarindoshlarimiz bir videoni chiqarib qo'yibdi. G'ulom apandininki shu oxirgi tuhmatlarga javob degan bir videosi bir mazgil men bu chalqishiq ko'rgan. Toza esimda qolmabdi ekan, uni chiqarib qo'yibdi o videosini. Tunugun biz programını işləyəndə ki, bugün çıxarıb qoyubdu torğa. Onun da əmdi G'ulom apandi cavab qilibdi, ya'ni mushaqda o'zininki bu ish bilan bo'lgan munosabati chetishligining bor yo'qligi to'g'risida javob beribdi. Bu hisobda to'g'ri chiqib hammalarga javob bergani hisob. Boshqalar masalan qolgan ishkalar Mamtumin Hazrat bilan Abdulmi Tursun deganlardan undan narsa anglamadik-da. Biz xalqimiz orasida yana shunday sada bor bo'lsa bevosita chetishliq deb qaralgan uchtadan bo'lgandan keyin shu qolgan ishkalarmi javob beribsa xalqimizga bir yeshilsa bu tugun ammo bu qolgan ishkalarning javob berish bilan u tugunmi yeshilishi notayin-da herhalde. Shunga o tugunki tema to'g'risida biz uzun to'xtalib qoldik. Endi asosliq tema nima bo'lganda deganda shu xalqimiz ko'pinchilari masalan siyosiy tashkilotlarga qatnashib bevosita aktiv faoliyat olib berayotmagan bo'lsa-mu, biz doim deydigan yo jining bilan yo meling bilan degan prinsip bo'yicha meli bilan bu meli endi amaliyotda eshib teshib qolgan meli emas, misol og'inimizdek o'zlariniki jon beqib ketayotgan o'zining ozroq yaratgan qimmat boyligidan bir qismini o'lashtirib berib, shu siyosiy faoliyat qilayotganlarga shu orqali biz davoni qo'llaymiz. Davo ishlarimiz oqsishga, vatanimiz shu siyosiy liderlarning yetakchiligida ozod bo'lishga degan bir umid orzu bilan qilgan. Ammo afsus bu ishlar xalqimiz kutgandek, pul bergan iqtisodiy jihatda yo'ligan qarindoshlarimizning kutganidek ketyapmayapti. Oldi bilan men savolni qisqa so'ray. Tunugun hamda shu 90-yillardagi ishdan boshladik. Hamda bu undan keyingi yaqindan bu yoqqa yaqinqi 20 yil deyli. Bo'lib Rabiya xonim chiqqandan keyin bu da'vo biza jonlangandan keyin uzun o'tmaylar Rabiya xonimmi iqtisod bo'lmasa ish qilib bo'lmaydi deb Tunugunni biraz misol oldik. Xalqimizdan iqtisod chiqqan bo'ldi. Undan keyin hozirgacha bankatlarimiz izchil mush yo'lni menib qo'yatdi. NDDning pulni olgandan sirt yana xalqimizdan iqtisod chiqib qo'yatdi. Buning oddiy misoli masalan Tunugun tilga olgandek Janvaning oldida chedir qurib faoliyat olib berish jarayonida yana pul chiqqanligini o'zlari o'z og'zi bilan dedi. Ham qanchalik pul chiqilganligini u yerda dedi. Mushu ishlar endi qarindoshlarim mushaqda
Şu yakınki 10-20 yıl etrafında şu halkımızdan yığılgan iqtisodlarniki to'g'ri yo'lga haslanayotgan ham bu pullarning to'g'ri bir usul bilan bir taraf qilinmayotganligi to'g'risida oldi bilan shu bir ekrandagi qarindoshlarimiz va Erkin akamizniki o'zining o'ylaganlarini qisqacha anglab o'tsak, andan keyin keyingi savollarga javob olishga tirishaman. Xo'sh, Abdurimjon. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Assalomu alaykum. O munbardagi fikrdoshlar. Akşam Erkin Ro'zi qarindoshimiz suhbatda yo'qdi, balkim anglagandi, yomon uzun so'zlab ketdik. Aslidagi bizniki akşam boshlagan suhbatniki asosli temasi shu iqtisod masalasi. Iqtisodni qandaq hal qilindi, yana shu da'vo uchun, vatanning ozodligi uchun ishlatayotgan shu iqtisodni, ya'ni kerakli iqtisodni qaysi usul bilan hal qilish kerak, hozirgacha qandaq hal bo'lib kelyotdi, qandaq hal qilish kerakdi degandek mazmunda asli suhbatni shunda boshlamoqchi edik, ham ixcham tugatmoqchi edik, ammo bu sal azroq bir kayniga yenib so'zlaydigan to'g'ri kelib qoldi. Ya'ni xalqimizningki qizg'inligi, iqtisodiy jihatdan o'zini beg'ishlay oladiganligi, mol va jon to'g'ri kelgan chaqda har ikkilisini beg'ishlay oladiganligi to'g'risida misol so'zlash to'g'ri qilib, shuning bilan yomon uzroq ketib qoldi. Endi asosiy maqsadga yig'inchoqlab oqshom o'tirib qo'yamiz. Endi bugun bu jasorat terminiki mavzusini o'tirib qo'yganga o'xshash tushuncha bergandek qoldi. Endi bugungi suhbatimizda qarindoshlar shu iqtisodningki qanchalik muhimligi, uni qanday yerga ishlatib isrof qilayotganligi va nima uchun hozirgacha shu vatan da'vosi elib boradigan tashkilot, markazlar va yoki rahbarlar bir iqtisodiy manbani uzildirmaydigan bir oz olsun, jiq olsun bir iqtisod, davomli bir milliy iqtisod paydo qiladigan bir yo'lni izlanmadi degan shu mazmunda so'zlashimizda asli shunga yig'inchoqlangandik fikrni. Endi akşamki suhbatda O'rta Osiyodagi qarindoshlarningki qaqshab ketganligini bir misol oldik. Haqiqatan bak ig'ir qaqshab ketibdi ular. Biz so'mqilab pulni berdik, dollar berdik, sizlar vatan millat uchun nima ish qildinglar degan savolga akşam ben oxirdaroq suhbatning oxirdaroq azroq ixchamlab javob bergandim. Men bugun ashunga qarata yana azroq qo'shimcha qilib, andan keyin o'z maqsadga, bugungi maqsadga kelaylik degan orzuyim bor. Endi jasorat etganga o'xshash bu iqtisodningki ko'plab eqib kelishi asosli Rabia Qodir xonim qurultoyga rasmiy mas'ul bo'lgandan keyin boshlandi. Rabia Qodir xonim 2006-yil 11-oyda qurultoyga rais bo'ldi. Onundan burunki, onundan avvalgi Dünya Uyg'ur qurultoyining 2 yillik vaziyati uni diqqatim so'zlab bo'ldik. Intayin ig'ir faoliyat chalatdi. Iqtisodiy masala bilan tek ig'ir krizis deydi, yani tarqilib ketish bosqichiga kelib qolgan, faqat yaqin en ag'inlar yotonish bilishi aqli menga tushirib jugujutim qildiganlar shularning o'zi qilib qolgan darajada shuncha cho'kib ketgan. Yani iqtisod bo'lmaganlikdan. Endi iqtisodni hal qilg'idek rahbar yo'qmi desa shu vaqtda batdi. Nayt dangliq Aliptekin efendim millatninki lideri deb g'arb dunyosida Sharqiy Turkistonliklarning surgundagi lideri deb to'nilgan, hech bo'lmasa Germaniyada shunday to'nilgan, Yevropa davlatlarida to'nilgan bir shaxsdi. Uyg'urlarmi, O'rta Osiyodagilar bo'lsin, asosli shu bo'libmi? O'rta Osiyodagi Uyg'urlar andan keyin 92-yildan boshlab vatandan chiqayotgan Uyg'urlarning g'olliq qismlari bu kishini e'tirof qildi ham qo'llaydi. Lekin bu iqtisodiy masala hal bo'lmagan. Hal bo'lmay do'konning ijorasi, do'kon emas, ishxonaning ijorasini to'lab bo'lmay, to'liq ko'chib, adresimi shunday bir mujmal bir holatga tushib qolgan darajaga kelgandi. Endi Rabia Qodir xonim qurultoy rais bo'ldi. 3-4 aydan keyin 2007-yil shu 3-oy mazgilidagi bir dona chaqiriq e'lon qildi Rabia Qodir xonim. Shu umumiy
chet eldagi Uyg'urlarga iqtisodiy safarbarlik keltirgan bir chaqiriq naq maydon shunday video film ishlab onu e'lon qildi. Shundan keyin andan xalqimiz asosida uyg'onib tarqilib chechirib ketganlarmi yig'inchoqni qurultayning atrofiga olishib, mushu qurultayni qo'llasak vatanni azod qildik degan bir aqidaga kelib, andan o'rta asrlik qarindoshlarmi ya yanchuqlab akaganda o pulni yoki so'mkilab akaganda pulni akal 10 yillab pulni taqdim qildi. Endi buni ya hisobotda aniq bir hujjat binasilar bor yo'qligini bilmaymiz. Hammasi quloqdan quloqqa, eg'izdan eg'izga ko'chib yurgan paranglar bo'lishi mumkin. Ammo unda pul kammisimi uchuv yurib bu ishni qilolmaydi Rabiya Qodirxon. Rabiya Qodirxonimniki shu vatan qurultayga reis bo'lgandan keyin bo'lib 2007-yil 5-oylardan boshlab qilgan faoliyatlari asosli 2017-yil o'zi taxtdan tushib ketib bo'lgan Allohdagi 10 yillik harakatlari 10 qachida ekan 10 yil. 10 yillik faoliyatning o'zida Rabiya Qodirxonimniki faoliyatining to'liq vaqti osmonda bo'ldi. Uchuv yurishdan bo'ldi aeroplan bilan. Amerikada o'ltiriblar Aqsaroyning oldida yoki senator bilan ko'rishib, xat yozib, burungi rahbarlarga o'xshash email yozib qilmadi Rabiya Qodirxonim. Uchuv yurib qildi. Uchuv yurib qilgandan keyin ba'zi yerda hammamiz bilamiz aeroplanning uchishning qandaqligini, bag'ay yerda tushgan hotelning qandaq bo'lganligini hammamiz bilamiz. Sayohat qilib boqqan odamlar yarım yıl burun zakaz qilgandan keyin 3 oy burun zakaz qilgandan nurg'unlagan farqi bor iqtisodiy qimmatda. Ondan keyin ta'til vaqtlaridagi uchishniki, Yevropada ta'til vaqtlari bo'ldi. 4-oy, 6-oy, 2-oy, 8-oy, 9-oy deb bunda ta'til oylari bor. Bu chaqlarda uchishniki qancha qimmatligini hammamiz yaxshi bilamiz. Endi Rabiya Qodirxonim o'zi plan qilib BDT'ga manchunjigini baramiz deb o'ziniki qurultayning plani bilan uçsa o chaqda ma'lum vaqt burun o hotel, bilet hammani zakaz qilalaydi, azon to'xtaydi. Ammo Rabiya Qodirxonim o'zi plan qilmasdan sirtdan plan qilinib, darhol Yevropa parlamentiga parlamentning soat mancha yetib keling yoki BDT'da mundaq yig'in bor, mundaq keling degan taklif bo'lgan chog'ida u vaqtida azon biletini ep yuramaydi. Qimmat biletlar uchildi. Qimmat o'talga yotdi. Endi Rabiya Qodirxonim o'zi kasb bo'lgan narsa, Rabiya Qodirxonimniki bir tarjimoni birga kasb bo'lgan narsa, ammo Rabiya Qodirxonim cho'ngroq bir yig'inga bir guvohlik beradigan bir muhim ishlar uçsa, davlatdan onanki qurultayniki atarman chaparmanlari eg'iz burun yolishib yurib uçib boradigan gapkanda. Öz yolg'iz bo'lsa, bir tarjimon bilan bo'lsa, 2 odam bo'lsa bo'ldigan yerga 7, 8, 10, 20 odam berib, onun 3-5 o'zining biletidan bo'lsa, qaqalar qurultayning taloniga bilet kesib, qimmat biletni ep boradigan gapga. Qarindoshlar. Onu Rabiya Qodirxonim bir qatim Avstraliyaga borsa, uning sekretarisi Avstraliyaga borgandan keyin, shu naq maydonda uni tanqid qilib, "Sen nima qilib kelding bu yerga?" degan shu narsa biz xabarda ko'rgandik. Endi açlab barqa ishlar bo'ladik ya. Shayk to'plab, ko'kirab, mendaq bir alayda ayb ko'stimizda baramdı, endi taklif qilgan sohibxonlarga aybitni ko'rsatib baramdı, yoki resim tushib baramdı, yoki u yerda bo'lgan suhbatlarni xotirlab, kim nima dedi, kimning ko'z qapiga qandaq midirlayotdi, buni aniqlab xotirligiga baramdı chiqib, to'plashib qo'shda borgan ishga. Endi Rabiya Qodirxonim 2007-yildan 2017-yil 10 yil uchuv yurgan bu faoliyatlarning o'zida o'z yolg'iz uçmadı. Onluğan 20 odamlar uçtu. Ondan keyin qurultayning ichi bigatinmay majra saldi. Sekretarisi bilan bir nechta birlashib, majroni chiqargan gap, majroni hal qilaman deb bir kuni Germaniyaga uchayotgan, bir kuni Belgiyaga uchayotgan, hamma chaqirib başladim majra hal qilish. İki majra hal qilish. 4 saatlik söhbət chatdaliklar bilan, yəni chaqagan yoki sohibxon kutuvog'ichilar bilan 4 saatlik bir söhbət bo'lsa, 2 kun, 3 kun qurultayning o'zining majrosini hal qilib, o'shada qurultayning kengaytirilgan yig'ini chaqirdik. Ijroiya komitetining mo'yin qarorini oldik deb, o'shunda qilgan gap. Buningga pul samandek eqib ketdi. Endi men uning buxgalterligini qilgan odam emas.
Men kim qanchalik pul akib berganligini bilgan emas. Ammo bularning qilgan faoliyatlari uch bag'a yerdagi resimlarni uzun zamonan men internetga tushirib saqlagan kompyuterimga 2 qatim hacker kirib virus buzib o nurg'unlagan materialim yo'qib ketdi. Endi bularning o'zi iqtisod shunday to'zg'aqdek tuzib ketganligi rost. $1000 chiqim qildigan yerga $17,000, $15,000 chiqim qilingan bu laquluqlar hujum qachirini ko'tarib berib kuchib yurgan bo'lganda ekan bu da'vo ishiga. Shuning bilan bu pul samandek tuzib ketdi. Rabia Qodir xonimni besapa dedi. Pulni sanamay qashlaydi dedi. Eyibdi. Men Rabia Qodir xonimning advokatligini qilayotmayman. Rabia Qodir xonim tashkilotning ichini tartib sanmaganligidan men intayin og'ir tanqidlagan, o'ziga men yozgan. Rabia Qodir xonimning ichki salohiyati bor. Tashkilotning ichiga kirsa rais, tashkilotning teshidor lider. Lider bo'lgan chig'ida munofiqnimi, xoinnimi, israfxonimi, qotilnimi o'zimning fuqarosim deb turib, himoya qiladigan majburiyati bor ham haqqi bor. Ularni da'voga so'rab akirib, satni kuchlantirish majburiyati bor. Ammo tashkilotning ichiga kirgan chog'da u bir rais. Tashkilotning prinsip bo'yicha ish boshqarish kerak deb men xonimga ovozliqni yo'lladim. O'zim bevosita emas, yoki aloqa qilganlar bor doim. Andan keyin yozmamni evatdim. Rabia Qodir xonim chiqsapanka shuni dedim ba'zi chog'da. Bir chapini liderlik, bir chapini raislik deb. Ammo Rabia Qodir xonim buni qat'iy tuzatdi. Eng oxir o'zini uyurib toshvat qilsak tuzatmaydi tashkilotni. Qat'iy tuzatmaydi. Tuzatmagandan keyin qanday bo'ldi? Andan keyin bu ish xuddi tuyushuk chelakni suv to'shig'anga o'xshash. Ya o natija tumidi chelakni ko'tarib juda og'ir chelakni manzilga berib qo'ysa chelak quruq, hech nima yo'q. Yoki bu xalqimizningki yurakdan chiqib bergan bu iqtisodlariningki hech qanday bir safasi bo'lmadi, so'rilib ketdi yoki bu tashkilotni mukammallashtirib o'zi bir rasmiy tashkiliy bir narsaga aylantirmadi. Ben bu tanqid, men hozir demedim buni. Shu xonimni izchil qo'llab, sirtda haq ko'rsa, bu Rabia Qodirning chopanchisi deb shunda tillagan chaqning o'zdimi, men bu prinsipni xonimga doim yetkazib turdim. Hatto Rabia Qodir xonim siyosat bilmaydi dedim men. Agar Rabia Qodir xonim siyosat bilsa, oldidan men o'zim tashkilotni o'ngshaydi dedim. Allah'ta bir qancha qopti. Rabia Qodir xonim dunyodagi uyg'unlanishi eng birinchi siyosatchi degan chig'ida men shu vaqt dedimki, u faqat nupuz dedim. Rabia Qodir xonimni chet elda Rabia Qodir xonim yugurtib yurgan narsa uning nupuzi dedim. Siyosiy qilish emas dedim. U faqat Xitoy siyosatini bildi. Agar siyosat bildi desa, Rabia Qodir xonim Xitoy siyosatini bildi. Vatanning ichida Xitoyningki siyosiy kengashlarida nurg'unlagan organlarda alayda faxriy a'zo bo'lib, hatto rasmiy a'zo bo'lib siyosatga aralashgan Xitoyning siyosatini aytib yaxshi bildi. Ilgarlik siyosatini bildi. Aldash siyosatini bildi Rabia Qodir xonim. Qo'rqitish siyosatini bildi. Ammo g'arbda demokratik elde qanday siyosat yurgizishni bilmaydi deb Rabia Qodir xonim uchun men shikoyat qildim bir qatimliq o'zimizningki bir yig'inida. Bu qurban yig'ini emas, o'zimizningki tashkilotimizning yig'inida. Shuning bilan bir sizlar azra xaplashib qolgandan keyin andan chiqib Abdurahimjon sizni siyosat bilmaydi deb kishilarning oldida g'aybatingizni qilgan degan xonim deganni qabul qilibdi. Shuning ko'ngli yerim bo'libdi. Andan keyin men dedim, xonim yetishgan xonim siyosat bilmaydi, men gitmik ega. Siyosat bilgan bo'lsa, qurultayning ishi pokizlaydi dedim. Ama bizning siyosatimiz odam to'plab yugurishdan qilgan narsa emas. Bizning siyosatimiz pokiz bir tashkilotni qurib chiqib, siyosiy mukammallik bo'lgan bir tashkilotni qurib chiqib, Xitoydan iborat bir dushmanga qarshi kurash qilib, vatanni ozod qilgan siyosat ma bu. Bu tashkilotning ichida Xitoyning josusligini tatib, xoinligini tatib, munofiqlikni tatib, davoni monopol qilgan, davoni vayron qilgan, mushu vatan millatga yo'ldan millatni tazdiradigan, zirktiradigan, umidsiz qilgan mushundaq munofiqlarni tozlamay, mushunda epmangan bo'lgandiki, hatto munofiqlarning o'ziga zamin hozirlab ularga salohiyat tiklab berishga mushunda xizmat qilgan bo'lgandiki, siyosat bilmaydi deyman men xonimni. Deb tasalli yo'lladim kishilar orqali qarindoshlar. Endi bu
temadan chiqib qoldi. Demakchi bo'lganim Rabbiya Qodir xonim buningki xatolik qanday o'tdi desa tashkilotini rasmiy sistemaga tushirib kontrol qilib rasmiy pokiz bir tashkilotga aylantirmay vaqtni isrof qilyapti. Shu orqali andan iqtisod isrof bo'lib ketdi. Iqtisodni kontrol qilib bo'lmadi. Andan keyin O'rta Osiyolik qarindoshlarimiz bugungi kunda nima deydi ekan? Biz bergan so'm pullar qiyni hisobni bersa o'ndaydi. Ha, hisobni nimasi buyurdi? Endi qarindoshlar pulni bergan ekansilar, shu vaqtda vatanni ozod qildi deb bergan ekansilar, o'zingizlar oldinib yoki samimiy qalbingizlar bilan xolis bergan ekansilar, endi uni minnat qilib hisob ilishniki ahamiyati yo'q, foydasi yo'q, lekin betni hisob berolmaydi sizlarga. Bu keyin endi, yana davomlashyapti. Rabbiya Qodir xonim yiqildi, undan keyin 3 yil davomlashyapti. Yana u yerda namoyish, bu yerda namoyish, 5000 kishi namoyish desa, mashinalarni setib evatib bersa, $20,000, $50,000 pulni men boramadim. Maqulni og'ash ketgan dahiga, liderga deb, quloq kesdi, shoykalarga uzanglar evatatlar o pulni. Endi qo'pib o qurultay hech nima qilib bo'lmagan chig'ida, BDTdan nolni elib yenib chiqqan chig'ida, haqasini nima qilding vatan uchun? Biz yaningma yerda jirimiz deb, biz qilamiz ishni deb, mondaqiligi ta'tirlik qilsa ham yaxshi bo'lmaydi. Demakchi bo'lganim bu pul shunda muhim narsa, bir uchi bilakda, bir uchi yurakda. Mana yurakdan sug'urib olib chiqqan pul bo'lgandan keyin buni halol ishlatgan yerga berishni oldin o'zingizlar o'rganinglar endi. Hech bo'lmasa mushundan boshlab, bundan keyin pulni qanday yerga beramiz deganni buni o'zingizlar qarorni o'zingizlar bersizlar. Bundan 10 yillab isrof qilgan pulingni hisobini ololmaysizlar. Tillasanglar, nima qilsang ololmaysizlar. Bundan keyin Moşu biz hech bo'lmasa moshgapni davatgandan keyin andan keyin o'zingizlar qaror berib, mayli bu pulimizni so'rilib ketsin. O'g'rini epitga bir vaqtda yada bersangiz o'zingizlar ishi. Ammo vatan millat uchun beryapman, savob uchun beryapman degan chig'ingizlar buni rasmiy qilni 40 yerib turib, hisobotni turib berishni o'rganinglar. To'g'ri. Ben antimaşiyada hazır müşinçilik toxta yamancıqqa ketdim qarindoshlar. Yo'q, chiqolmadi. Qanday ekan sen o'zingnikini o'ylaganlaringda baqa vaqti. Assalomu alaykum. Butun dunyodagi barliq vatan sevgan Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Ro'z kunlaringiz takror muborak bo'lsin. Sizlar bilan yana qayta ko'rishganligimdan xushalman. Endi boya deb o'tgandek Abdurimjon sizlar bu oldida suhbat o'tkazib sizlar oqshomqi suhbatinglarni hamma to'liq anglab bo'lmadim. Men aslan xabardor bo'ldim desam bo'ldi. Abdurimjon yaxshi xulos chiqadi deb o'ylayman. Endi biz O'rta Osiyodagi shu pul yig'ish masalasi O'rta Osiyolik qarindoshlarimiz qarindoshlarimiz ko'z oldimizga kelgan vaqtimizda zaten mening ko'z oldimga ayni vaqtdagi O'rta Osiyodagi shu qarindoshlarimizning oq ko'ngilligi, samimiyligi mening ko'z oldimga keldi. Sebebi nima desam, men 2000-yildan tortib 2004ga qadar O'rta Osiyoda, Qozog'iston, shu Qirg'iziston, ash davlatlarda qechib mekib yurib degandek, ammo u yerdagi vatan so'ygan, millat so'ygan, xalq so'ygan O'rta Osiyolik yerlik Uyg'ur qarindoshlarimiz va yoki boshqa qarindoshlarimizning jiq yordamga erishdim. Men u yerda tunji qator iyilik tiklash, ya'ni bir maktabda o'qib odatda bir tijorat, mustaqil bir jon boqishni bilmagan odam O'rta Osiyoga shu qattiq tushib shu jarayonning o'zida shu yerdagi qarindoshlarimizning yo'l ko'rsatishi, samimiy fikr berishi, qo'yniga elishi, qo'g'dishi, har turli yordam asosida men bir tunji qator bir o'zim mustaqil pul topa oladigan, iyilik tiklab bir men bir oilamdan bir tanga pul so'ramadim deydigan holat kelib, yana nurg'un ishlar bilan bu oxiri shu qarindoshlarimizning o'yin orqali yo'l ko'rsatib, shu Yevropa, Norvegiyaga kelishga sababchi bo'lgan. Shu sababdan men O'rta Osiyodagi mening menga tuzaq bergan barliq qarindoshlarning tuzli haqqini ado qildim deb o'ylayman. 2016 badim berib shu qarindoshlar bilan tuzaqqini halol qildim deb o'ylayman. Ammo yana qilib qolgan qarindoshlarimiz bo'lsa, meni tuz bergan haqqini halol qilishini so'rayman. Endi O'rta Osiyodagi ishlarni deb kelsak, oqshomqi so'zinglardan anglab, u yerdagi ish bir fojia. Men qisqacha xulos o'zimninki bu tafsili fojialarga kirmayman. Nima bo'lgan u ishlarni zaten millatimiz, xalqimiz biladi endi.
Endi mening O'rta Osiyodagi qarindoshlarımızning hozirgidek masalan cho'qon qilishga, pulning hisobini so'rashga kelishda asosli ikki xil omil bor deb o'ylayman. Endi sizlar mening bu o'zimning ko'z qarashim birinchi ko'z qarash qaysi degan vaqtda O'rta Osiyoda ayni vaqtida biz 2000-yil jarayonning o'zida millatimiz, xalqimiz rosti degan chaqda darajadan tashqari boyiti ash vaqtida. Men ko'rdim, vatandan chiqqan Uyg'urlar bilan O'rta Osiyodagi Uyg'urlar shunday yaxshi hamkorlashgan. Pul deganni endi shunchalik topgan odamlarning, hatto nurg'un odamlarning tag'ani ichidan dollarni olib turib qashligini men ko'rgan. Menga azroq yordam kerakdi deganki so'ramay beradigan odamlarni ko'rgan. Bu endi mening pasportim yaxshi bo'lgandan keyin hamma odamlar bilan yo'l qilib olmayman, chunki mening pasportim yo'q deb. Endi demakchi o'g'lim nima desa, shunchalik bir yaxshi muhitlar bor u yerda. Bu biz siyosiy faoliyat qilamiz degan bu siyosiy tashkilot bo'lsin, siyosiy xizmat qilayotgan odamlar bo'lsin, zot o'shaning o'zida qanday siyosat qilamiz, qanday qilib o'shaning muhitidan foydalanib o'tirib, asli muda maqsadimiz Sharq Turkistonda qanday ozod qilamiz, Xitoyga qanday zarba beramiz degan chaqda mencha u kishilarning hech qaysida bir plan bo'lmagan, hammasi bir ibtidoiy usul deb o'ylayman. Buning birinchisi nima degan chaqning o'zida Uyg'urlar mayli o bizning vatandan chiqqan Uyg'urlar bo'lsin, mayli Sovet vaqtidagi O'rta Osiyodagi Uyg'urlar bo'lsin, tijoratga noit usta. Masalan, O'rta Osiyo qaranglar, shu Zilyonni bozor deydi, Yeshil bozor, Sakoktat bozorni Uyg'urlar ochgan. Maytrsemet butun bozorlarning hammasini Uyg'urlar ochgan ashadiki. Butun tijorat nurg'un ishlarda Uyg'urlarning darajadan tashqari asosi bor. Hozirmi O'rta Osiyoda birinchisi boylari Yahudi, ikkinchi boylari Uyg'urlar. Nayt yerlik Uyg'urlar. Ammo u yoqdagi vatandagi Uyg'urlar chiqqandan keyin u nayt yaxshi hamkorlashganda, bakchiq pul topganda bu vaqtning o'zida Xitoy hukumati nimadan ansirdi degan vaqtning o'zida ayni vaqtida men 93-yili o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtida 91-yili Sovet ittifoqidagi turk jumhuriyatlari, shu jumhuriyatlarimiz ozod bo'lgan vaqtning o'zida o'qituvchilarimiz bizning qo'limizga kusurlab shunda deganda, vatanimiz 50% ozod bo'ldi degan. Buni biz siyosiy o'g'inish har yerdan anglab turdik. Tahdid nereden keldi? O'rta Osiyodan deydi. Endi demakchi o'g'il nima degan chaqda birinchisi chegara, ikkinchidan u yerda Uyg'urlar bor, uchinchidan u yerdagi qarindoshlarimiz zaten bizning qarindoshlarimiz-di. Eng muhim bo'lgan narsa qaysi desa, bu yerning iqtisodini mana O'rta Osiyodagi yuqori o'rinda ishlaydigan bir stepaga ayni vaqtida O'rta Osiyoning 60% iqtisodini vatandan chiqqan Uyg'urlar bilan yerlik Uyg'urlar egallayapti ekan, kontrol qilyapti ekan. O'zbekistonga berib, o'zbeklar bilan paranglashsak, Uyg'urda pul bo'lmasa, osmonda julduz bo'lmaydi deb qarab o'tirdi ekan hammasi. Bu yerda pul bizning Sharq Turkistonning mustaqil qilishda eng hal qilg'ich birinchi asos u yerda bordi, ikkinchisi chegarati. Buni Xitoy hukumatimi qo'qdi, Qozog'istonning hokimiyatimi qo'qdi, Xitoy hokimiyati ashaddiy qo'qdi. Mushundaq vaqtning o'zida biz bilmaymiz, men u ishlarga aralashmadim, ammo bu yerda o'ltirishlar, 4 bolaning o'limi, bashi nurg'un ishlar bo'lib, bu yerda endi o'yda odatda turolmaydigan holatga yetib qoldik. Shuning bilan bu yerdagi voqealar orqali qanday bo'ldi degan vaqtning o'zida bu yerdagi bir turkum tashkilot palon-po'kunlar o pulni yig'ib bir yerga akagandan keyin ustidan Qozoqning saqchilari, boshqa saqchilar kirdi. O pulni oldi, qo'g'ladi, tut qilib, bu yerning hammasidan terib qilib, bu asta-asta Uyg'ur O'rta Osiyoning bozorini boshqa millatlar, boshqalar asta-asta kontrol qilishga boshladi. Demak, bizning bu yerda shu ziyon tufaylidan, birinchi ziyon tufaylidan bizning asli chegaraga yaqin bo'lgan, xalqa vaqtida biz tinch har usulda inqilobni qila olamiz desak, shu mumkin orqali pul bilan tinch bir qilish tegishlik imkoniyatlar Sharq Turkistonga nisbatan harakat qilishning imkoniyatini shu vaqtidan bor deb o'ylayman. Shuning bilan bu yerdagi qalaymiqanchiliklar tufaylidan shuning bilan uni Qozog'istonmi, Xitoymi bu yerdagi voqealarni sabab qilib ko'rsatdi. Shunlar Uyg'urlarni qildi, qo'g'li qildi. Shuning bilan Yevropa ham yerlarga hamma odamlarni terib qilyapti. Bu Uyg'urlarning shu vaqtning o'zida men 2004 kelib degan vaqtingizda mening yuzimga degan odamlar bor. Men o ishlarning ichida bo'lmadim, ammo sen xalqning vatan millatni ozod qilaman degani butunlay yolg'on gap. Hamma bandit, hamma yolg'onchi deb o'tirib, shu nurg'un odamlar bizning yuzimizga shunday degan. Ham bu ishdan millatimiz bir umidsizlandi. Bu bir. Ikki umidsizlangan ish qaysi degan vaqtida
tashqi dunyodagi bu tashkilotlarimiz bizning O'rta Osiyodagi qarindoshlarımızning bu internet aloqasi, u yerdagi uchur aloqalari, bizga o'xshash sotsial media, nurg'un narsalar bak taraqqiy qilmagandan keyin siyos bu yerda bo'layotgan, da'voda bo'layotgan ishlarning to'g'ri xato taraflarini bakcha bilib ketmaydi ekan. Bular hamda bu tashqi dunyodagi Yevropa, Amerikadagi bu yerdagi tashkilotlarimiz shuning bilan azroq videolarni, azroq so'zlarni ko'rsatib, "An qilyapmiz, man qilyapmiz" degandan keyin u yerdagi qarindoshlarimiz shu Sovetning pardasida tuz yetilgan nurg'unlarichu bu. Buni biz tushunishimiz kerak. Kallada armiya kallı va alaniki aqli armiya kalla birdan to'g'ridim, to'g'ri deb o'ylaydi. Bizningki vatanda biz Xitoylar bilan yashagandan keyin bu yerda Xitoyning ming turlik hilisiga qarshi ming turlik hilmikr deb chiqib, biz nurg'un narsalarda hilmikrlik bo'lib ketgan. Oyadagi insonlar andaq emas, andaq bo'lgandan keyin bu quvvatimiz degandan keyin to'g'rimi shuni deyotqani, deb o'tirib bular ba'di qildi, iqtisodni beraverdi, ammo qarasa bunidan hech qanday natija chiqmadi. Ya'ni chiqmay o'tirib, endi bu yerda Yevropadan bu yerda biz tashkilotlarga pul masala qarta isyon ishlarini boshlatdik. 2018dan keyin shuninglar u yerda xalqimiz bizni tushungan bo'ldi, ham nurg'unlari tillaganmi bo'ldi. Asta o'ylab kelsa, davoni ularni o'rganib kelib qarasa, bu yerda faqat pul yig'adigan, pulni bayatın deganda xalqan otellar xashlaydigan, vaqt kelib qolsa boshqa davlatda uy oladigan, davodan nima chiqdi desa, buni o'tirib hech qanday qadam javob bermaydigan, pulni nega ishlatdingiz desa, buning hisobini hech qanday qadam bermaydigan, bundaq ahvol chiqqandan keyin O'rta Osiyolik qarindoshlarimizda bu yerga nisbatan taltukis bir umidsizlanish bu ishlari paydo bo'libdi. Men o zaten 2018 kirgandan keyin O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz bu yerda pul to'g'riliq nurg'un gaplarni dedi. Berish kerakmi, aniq berish kerakmi, maniq berish kerakmi degandan keyin men javob berishda bakcha qiynaldim. Jiq uzuq javob bermadim nurg'un qarindoshim. Hozirmi aloqalarimiz bor. Bu yerdagi gap nima degan chaqda biz da'vo sipida Yevropada bo'lsin, O'rta Osiyoda bo'lsin, qilgan ishimiz bilan asıl qilgan natijamiz yo'q. Endi buning ichida hech qanday hisobimiz yo'q. Oldikmi, o ish bitdi bo'lgandan keyin bu yerda xalqimizmi endi berib oxiri hozirga keldi. Endi rostini degan vaqtimizda biz O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizning oq ko'ngilligi, samimiyligi, ularning tuzligi, ularning vatandan 60-yildan birisi qochib chiqib ikkinchi xalqning zaminida millatchilik kuchayotgan bir zaminning o'zida o'zining vataniga, o'zining ona vataniga bo'lgan tashnoligi, vatanim ozod bo'lib qolsin, mushu bir tiyin bo'lsa yordam bo'lib qolsin degan ideyasini nurg'un tashkilotlarimiz qattiq suiiste'mol qilish orqali bu qarindoshlarimizning mushunqadak hozirgi pulni badim nima ishlatding, nima hosil qilding deb o'tirib isyon qiladigan darajaga bizning mushu qalaymaqan siyosatimiz bu endi non-ko'rligimiz, tuzko'rligimiz asosliq sabab bo'ldi deb o'ylayman. Shuning bilan bugungi qarindoshlarimizning bugungi ahvoli shu. Endi men hozircha mushto'g'riliq fikr bersam, boshqa deydigan gaplarim yana bor endi. Buni deymiz. Erkinka o'zing xohlagan vaqtda mening qo'shimcha qiladiganim bor deb gap qo'shsang bo'ldi. Bo'ldi, men ikkingiz gap qo'shib qo'yay. Shu vaqtning o'zida men fursat berib qoldinglar. Assalomu alaykum qarindoshlar. Assalomu alaykum dunyoning hamma yeridagi Uyg'ur qarindoshlar. Ama iqtisod temasida so'zlashib qoldi, tunogim bir bo'ldi. Men o'zimning qarshim fikrimni tashildim. Ba'zi narsalarni men bilmayman deb ochiq oshkor dedik. Bu rost gap qildigan munbar jasorat munbar. Bugun bu O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizning jug'limalarining hammani ko'pinchisini ekilib Dünya Uyghur Qurultayıga yetkizib, keyindan o'zlarining hozirni aytdi bir shikoyatlarda bo'layotganini, WhatsAppdan kelayotgan ovozliq nimalarni anglab turyapmiz. Endi bu yerda men bir tafsilni desam, bu 80-yilning oxiri, 90-yilning boshlarida xalq ichida bir naqsh chiqqan, "O'rgatmanglar, bolalarga pul berib, yomon xulq o'rganib qolar cho'g'rini" deb shunday bir naqsh bor edi. Ham bu iqtisodga kelgan chog'da Dünya Uyghur Qurultayini markaz qilgan aslida shikoyat bo'layotibdi. Men shaxsan o'zimning fikrimni tashlasam, Dünya Uyghur Qurultayidagi hammasi shundoq deb qaralsa to'g'ri emas deb qarayman men shaxsan fikrimda. Dünya Uyghur Qurultayining har qaysi yerlarda o'zininki halol amgigi bilan o'zininki xizmatini qilib, ya shu vatan millat uchun deb ishlayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Hatto shu Myunxenning o'zida bor Abdurimjon guvoh buningga
aktivçilik qilishayotgan. Ammo buni ko'zda saqit qilmaymiz. Hammamiz bilamiz. Ma'lum insonlar haddidan tashqari chekini ishib ketdi. Bu haqiqat. Bu rost bu. Shiriklashib ketdi. Uning ismini doim atab turyapmiz. Yana bu yerda atashning o'rni bormi yo'qmi qolganini xalq tashlayli. Bunda chekidan oshgan insonlarni asli mushundaq inqilob so'rinidan tozalab chiqarib o'tish kerakdi. Agar shu dunyo Uyg'ur qurultiyining rahbari sepidagi g'ururliq, vijdonliq erkak qarindoshlar, o'g'illar kötə qasqının ne seni qaçanğıç mushundaq nimani jundaqni biz kötürüp жүрмес. Tat dadastıqının ne qapasan apa desi bo'ladi asli. İnqilab bir kişinin şəxsi monopol qilib aldığan yoki bo'lmasa bozordagi ichib qo'ygan dukin emas. İnqilab butun vatan millatda shu qoni bo'yilib yotgan xalqninki manfaatiga ilib berilayotgan narsa. Bu bir nuqta deydiganim. Yana birisi hozir iqtisodni yig'ib har qaysi davlatlarda jug'lab akilib bir yerga bir tashkilotga yo bir organga topshirishning o'zi muvofiq bo'lmamdiki deb qarayman. Chunki hozirning o'zida qurol yarog' setib olamiz yoki bo'lmasa mandamidlaq bomba setib olamiz, aqribona qilamiz deydigan sharoit emas. Hozir fursatning eng g'alqiliq yeri keldi, kutib turayotgan, atlandigan tayyorlikqa turgan O'rta Osiyodikilar O'rta Osiyoning o'zida mablag'larni jug'lab, shu mablag'dan yana mablag' tug'dirish, foyda tug'dirish, o'zining o'rnida turib tayyor bo'lib tursa, har qaysi davlatdagi qarindoshlarmi o'zining rayonlarida, o'zining turayotgan davlatining o'zida jug'langan mablag'ga nihoyatda imoni va saf niyatlik, axloq hamma tarafdan yetilgan insonlarimizga havola qilib shular mas'ul bo'lib, dunyoning har qaysi davlatlaridagi iqtisodiy to'rni bir markazga jug'lab, o'rinlashtirib, hozir internet zamonlashib ketdi. Bu jihatda men maslahat bermasam, ne iqtisod biladigan qarindoshlarimiz hatto mush to'rda o'tiribdi. Ham imonliq, ham samimiy, ham pokiz, dinoyat insonlar bor. Iqtisodni organlardan ayirib qarasak, agar lozim bo'lgan vaqtida shuning qanday yerga ishlatildi, xalqqa javobini bera oladigan asosni yaratib, buningdagi iqtisod jug'lasak. Agar iqtisodni o'zimiz xohlagancha ba'diga vaqtida tashlab berib, ularning nima ish qilayotganligini, ular desam ko'p songa tegib ketmasin. Ma'lum insonlarning chekidan oshgan chiriklik, hatto o'zini bilolmay qolgan darajadagi chiriklikni xalq bir kunlarda so'rab qolsa, O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizga o'xshash so'rab qolsa, uningga shu haram yavagan, hatto munofiqning o'rniga dasab qolgan shunday odamlar o'z javob qilsin. Tamam. Endi bu yerda qarindoshlarımızdan deb o'tgandek bagi cho'dimu xatolik bor. Uni harom yerga ishlatayotgan odamda gunoh bor. Masalan, deylik, men o'tgan qator bir program ishlagan, shu bir qo'ymichilik, Davud qo'ymichiligi nimasiga bovoy mo'mayni 111 ming dollar pulini qo'yib ketgan Davud qo'ymichiligi shu hikoyasini bovoy mo'mayni oldiga berib keldim-ku, shu chog'da men yig'ilib tas qolgan. Bizning xalqimiz shu qadar soddikin. O Davudni ikki qatimni ko'ribdi. O qo'ymichi deganmi, albatta bir taktikasi bo'ladi. Uningga yog'a-yog'daq birilariga pasport ishlab berganligini ko'z tutdi, ya'ni. Mana aniq ishlab berdim deb bir haramga boradigan, tamga viza besilgan pasportlarni ko'z tutdiki, hayotida ko'rib boqmagan odamga voy bu ishlab beradi ekan deb ishinib, bir necha odamga ishlatadigan bir so'mka pul, bunda bir biz mal setib olgan bir plastik xalta, 10 plastik xaltada $100, 111 ming dollarni ko'tarib, ayon kashga qo'liga tutqizibdi. O'ylab bakinglar, endi bu oq ko'ngillikmi, nodonlikmi yoki dutmi endi? Endi mushu da'voga pul berayotgan qarindoshlarimiz bu masalan bu dollar aysa degan qanda chiroyini ko'rmagan, o'zim ko'rmagan albatta to'rlarda rasmlarni ko'rgan ekan aytdi. Ama bu vatan uchun ish qilyapti deb uning bir chaparimini borki, shu Qozog'istonda buni yaxshi gaplarni anglaydim bu odamniki. Qahramon G'o'janbadi degan odamniki. Bu general bo'lgan, armiyada tug'andan aytavur, hali 100 obro'yi bor bir odam ekan to'q.
Hozir anlasam shu odam orqali yig'idi pulini. Hozir shu bizga yaqinda kelgan videolar bo'lsin, ovozli asarlar bo'lsin, inkaslar bo'lsin, hammasi deydi. Shu odamdan norozi bo'lib, sen bizni aldab pulni shu nimaga beryapsan, nima qashlab BDTga tushkun kiribdi, nol bo'lib chiqdi uning natijasi. Deb shu vakolatchisining yoqasini siqyapti-da hozir. Hamda bu xalqimiz ayni vaqtda berganda boya degandek bu vankat gerçi o'zi O'rta Osiyoga berib xalqimizni ayliqi ayonkashdak aldimigan bo'lsa-mu, vakolatchisi orqali yig'yapti-da bu pulni. Hamda xalqimiz bu pulni berishdagi oq ko'ngil albatta bir xil Uyg'urlarga xos bir xil oq ko'ngillik hamda ishonganlik, ya'ni o'zining qeyrinishiga ishonganlik bo'lsa, hamda ko'may turibdi berganlik yana bir hisobda xatolik qilmayapti ekan. Ya'ni mush pulni bersam bir qatim berdim, uning natijasini tuzuk ko'midan 2 qatim berdim, tuzuk ko'midan 3-chi qatim berish oldida hech bo'lmasa kallangni silkib o'tib, bo'ptira bu pul kirkityotidi bir tushukka bir natijasini ko'mdik, bir namoyishlar bo'lyotidi, Jenevada Yevropa Birligining oldida namoyishlar bo'lyotidi, ammo Jenevadagi BDTning ishidan bir zuvon chiqmadi. Yevropa Birligining binosidan biroz chiqib, nim qotsa deb bir namoyish qilayotganlarning oldiga chiqib bir savol so'rab boqmadi masalan. Yana bir namoyish qilib qolsa masalan, hatto oxirlari masalan 10-oyning biri deymiz, yakshanba deymiz, bilmada adam yo'q Xitoy konsulining oldiga berib namoyish qildi ekan. Bular yo'g'on qora ko'zoynakni taqib o'ylab, bo'ptira, ammo bergan pulim to'g'riga bormayapti, qandaq degandan o'ylash kerak. Bu biz xalqimizdagi saddilacha bir oq ko'ngillik ham nodonlik ham deydi. Ammo bu shu nodonlikdan foydalanib, ayni vaqtda Xitoy degan jism bizning nodonligimizdan foydalanib vatanimizga kirganda yana ishlangan video filmlarda ko'rsanglar, bir kinodagi Japonjon Qizil armiya bo'y bilan kichik balg'a nima deydi? Biz sizlarning tuproqlarni munbatlashtirgili boy qilpagili bo'zga ashqili keldik. Bu tuproq sizlarning tuproqinglar. Biz uzun qolmay ketamiz degan gaplar hozirgacha bor. Bu filmning ismi nima edi? Hozir isim kelmayotdi. Shu filmda yaqinda bir Twitterga chiqib ketdi-ku, ko'zlarim yosh kelib ketdi. Kichigimizni ko'rgan filmda o'tir maktabning boshlang'ich maktabini ko'rgan. Bir kinoda u. Shu kinoda hozir turibdi Xitoyning ayni vaqtda kirib deganlari. Shu oq ko'ngil xalqimizni shunda aldab ketgan, bu millatning ishini qilamiz deyotgan da'vogarlar aynan usul bilan xalqimizning oq ko'ngilidan foydalanib, yonchug'idagi pulni elib nima qilyapti? Ben yana bir misal alsam mayli, addisi shu 2017-yili Rabiya xonimni qutlab yiqitib, vankatib rais bo'lib saylangandan keyin uzun o'tmayla 2 yaloqchisini boshlab Tokyoga bordi. Onun oldida Rabiya xonim Mao Zedong Türk efendiler berib qizg'in qarshi e'longandi u yerda. Mesela Yaponiya parlamentiniki, parlament a'zolari hatta Shinzo Abe'niki yaqin nima dedi, sekretar dedimi, aytavur muhim bir odamlar kelib, cho'ng bir zalda bular bilan ko'rishgan, nutq so'zlagan, nihoyat yaxshi jonliq bo'lgandi. Oqitilla vankat nima Rabiya xonimni o'rgatgandagi 2 harom zardisini boshlab berib Tokyoda 3 hafta yotdi. 3 hafta. 3 hafta yetib, oxiri u yerda albatta bularning qilgan ishi paloni birsilari bilan rasmga tushib xalqimizni aldashdi. 3 haftada birmi parlament a'zosi uni qabul qilmabdi. Biz Rabiya Qodirni tanıymaymiz. Bu berib, Rabiya Qodirning davri o'tib ketdi. Hozir Uyg'urlarning lideri deb shig'niqlar debdi. 3 hafta o'ylab boqinglar qarindoshlar. 3 haromzodining 3 hafta Tokyodagi zaharda qimmat bir shaharda Alan yulduzlu otelde yetiştiğin özüne çıpol. Hele ki Orta Asya'dan gelgen bir son kupol şununla ketudan addisi. O bile addi yemeydi, addi oynamaydı. Ödük oynagan, hele ki yepişip oynagan. Xitaylar bilen hele ki kucaklaşıp, bir top Xitay bilen kucaklaşıp, resim düşken resimlerini köydük aşağıda. Bu bir addi misal.
Endi Vankatib özünün təşviqatıda nima deydi o dese, o böyleki özünün inqilab üçün atab bir yılda uyida bir ay dedi mi aytavur şinchilik surdiganligini qolgan vaqtda puchib yurdiganligini deydi bu Aramzada. Puchib yurdi. O aeroplan bekarlıqma ya aeroplanni oylik biletini qo'yibdimi-ki? Endi masalan deylik o masalan yilda bir qatam inson haqlari yig'ini ichildi, muhim yig'in desak. BDT'ninki yalaqi indigenous people degan bir yig'inlar ichildi ekan, New Yorkda onun muhim yig'ini deb qo'yaydi. Biz indigenous degan atalg'ini biz qabul qilmaymiz deb tursak, oldida yo'g'on taxta bor, qizil taxtada indigenous people deb turib yiziqliq. Acha kirib so'zlayotdi. Onundan boshqa 11 ayning ichida kunda ichildigan qandaq muhim yig'in bor? Muşundan bu pul bəgiçi qeyrindaşlarımız bu pulun xata yerga ishlanayotganligini, haram yerga ishlanayotganligini bilish kerak. Shu uzun yillar BDT'den, Yevropa Birligidan azroq bir sada chiqqan bo'lsa, ama pulimiz bergan pulimizningki bir unumi bo'yibdi deb davomli bergan bo'lsa, endi o'g'iz qaynabdi o qeyrindoshlarimiz ana davatudi. Nima qotdi, ha? Myunxendagilar osh qopdimi? Ha? Avankatovning ostidagi Mercedes nereden keldi o? Ayni vaqtida qo'ng'irg'idan boshqa hamma yer jalaqishib turadigan Vesp minib yurdi ekan tuqqo. Ha? Bu qo'ng'idagi yep-yangi Mercedes nereden keldi? Bir inqilobchi vatan millat uchun dum yetib, dum qo'pib inqilob qilayotgan davatgan birisi Mercedes minmasinin bo'pti. Maaş yo'q, odamga o, maaş yo'q. Demek ki xalqning qon teri bergan, badiliga kelgan pulga Mercedes miniyotidu, kunda aeroplan uçuyotidu, yetishi 5 yulduzli hotel, yeyishi isil tamoq, ichishi nima bilmayman, oqshimisi yo'qlaydigan kichik tushuklar va kunduzi kiradigan cho'ng tushuklar va. Demek ki endi abayqi xalqimizning oq ko'ngilligidan o'tkazgan xatolig'i selish turganda, ma'u haramzodlarning haram yeyotgani bu bir cho'ng jinoyat. Endi şu bir mesela Rabia Hanım'ın devrinden tartib hozirgacha bular hozirgacha burunqidek nomus qilmaydigan biz birdan bir tashkilot deydiganni deyamaydi. Ammo hozir qandaqla bo'lmasam, hozirgacha bir cho'ngligini saqlab kelayotgan bir tashkilot endi. Bir tashkilot deganda bir tuzum bo'lish kerak. Mesela oddiysi bir simandan 10 so'm pul alsa, onun hesabını uzun almay berdi. Ama hozirgacha yig'ilgan xalqimizda yig'ilgan pul necha 100 ming, hatta necha million pul qashinib bo'ldi. Necha million dollar. Bularda mesela Abdurrahimjon ag'ayna sen bu kiribmi chiqding bu tashkilotga bir daftar bo'lish kerak. Mesela bir moliyaga mas'ul adam bog'i bularniki. O ba maliyaga mas'ul adam ba, kassasi va buğaltır ba. O maliyaga mas'ul ba aylıqi pulninki kassaga tushish bir qancha xil usuli bo'ldi-ku endi. Birisi maxsus rasmiyatlik bank orqali tushadigan pullar va uni hisob chiqqan hammasi aniq bo'lgan gap. Ondan doklad berdi, taftish uni tekshirdi. Taftishga buğaltır bütün hisobotni ya 6 oylik ya 1 yillik deb manchilik pul masalan yerim yıl deyli, yerim yılda bir qatim taftish qilgan qoidasi bo'lgan bo'lsa, 6 oy ichida tushgan pulning o'zi 12 ming dollar, 28 ming dollar tushdi degan bo'lsa, andakin chiqib ketgan bütün xarajatlarning o'zi 12.738 dollarda shu kassada qolgani 80 dollar qilib qolgan bo'ldi. Buni ashta qilib chiqib bergandan keyin taftishning o'zi umuman yaxshi ishlatilgan deb Tamgıs berdi, şuna o doklad buldu hamdi, yığılıda doklad kıldıgan gap, bu hamdi naiti hesaplık elip bağış buldandı. Hesabat açtaq buldu hamdi. Hesapsız işemesemiz hesaplık buldu. Hamdi eliki pulla var ki, açtaq son köylen kildigan, ya ki yan çıköylen kildigan pulla var. O pulun özüne o yerge bir tane hesap düşürüp, onun bezini döylep, kızcırığa işi yok. 12.828 ming dollar kirdi degan bo'lsa, bununki endi qanchaga chiqim qildi degan chaqda shu yil oxirida biroq moliya hisobini bo'ldim, ya'ni sen moliya ishlagandan keyin bilsa. Yil oxirida
12.780 dollar chiqim bo'ldi degan o hisobotni bütün oq hujjat hamma narsadan odatdagi hisobot masalan yegan ichgan hammasiniki qog'ozlar bilan uni nima o'tkazgan gap endi moliyaga o'tkazgandan keyin ular qo'pib olmagan bermagan bo'pti deb undan keyin boshma qo'ymaydigan gap ashtaq ma'lum endi o so'mki deyiniyor yanchiq deyiniyor kelgan pulini hech kim ko'rmaydigan pulini o bankaga tushirib manchi 100.000 dollar tushdi 12.000 dollar chiqim qildi deb qo'ysa bu 87.000 dollarga boj to'laydi uni ish chiqadi chaqda o yerda ko'rsamki bijva bo'lgan hadiya qilgan pul deganda to'laydigan bijva boj ketdi ondan keyin birisi o chaqdan keyin hisobot aniq to'g'andan keyin o chaqda bir yılda 100.000 dolar çıktı, 12.000 kaçlapsa 87.000 ne ketdi, 88.000 edip, ondan keyin haqla hesap so'rab, işte pulimizni qaytarib bersen, natija qilmabsan, eslib oldigan ish chiqqan gap. Shunga ma'lum bir pul endi yostiqning ostida turib turadigan gap endi. Bu yostiqning ostida turavergandan keyin, shuni bilan qarab esib kelib, endi o'qondan keyin buzib kech qashlab qo'ydigan ish chiqdi. Mushunda qashilgan ishlar. Buni agar sen qurultayning yig'iniga qatnashsang, şu mayli ijro komitetining yig'inida yoki 1 yillik doklad yig'inlari yoki qurultayning umumiy saylam yig'iniga qatnashsang, hisob chiqim hamma narsani taftish u yerda doklad qildi. Ma buxgalterniki menga yo'llab bergan ma'lumotni unda anglab qo'ying deb, shunday yaxshi o dokladni tuzab berdi. Qarasam, shunday endi ta'sirlanib ketishi haqiqatan shunday yaxshi ishlab ketibdi. Endi mayli shunday halol ishlatgan bo'lsin u pulni endi deyli, xashlab ketdi deb biz ko'rmagandan keyin undaqmi demayli bu. Halol ishlatdi deyli, halol ishlatgandan keyin eliqidek 3 kun berib ishga qatnashadigan yerning o'ziga bir hafta bir adam bosi bo'lgan yerning o'ziga 7 adam mandaq bo'lgan o'ziga bu pul halol qashlangandek hisobotning hammasi to'liq chiqdi. Yaponiyaga bordik, berish kelish aylanability 3 adam. Yo'tal yetish 21 kun manchi pul, tomoq manchi pul, hamma qog'ozni bular saqlaydi yig'ib. Saqlagandan keyin o hammasi halol ko'rindi, doklad degan chog'da halol u. Bu yalanmabdi, meni da'vo qilibdi deydi. Endi bu da'voning natijasi nima chiqdi deymiz. Bak qarindoshlarni yomonlab kitobga yarash shu. Biz bergan pulni xashlab natija nima qilding sen? Vatangini qilib berding deb mandaq tilab qayrash shu. Endi 7 adam borgan yerning o'ziga 2 adam borsa 7 kun turganimizga 2 soatlik 4 soatlik yig'in u. 4 soatlik yig'in uchrashishga 3 kun kasb bo'ldi. Bir kun uchish, berish, bir kun 4 soat yig'in etish, ertasi qaytib kelish 3 kun. Buni o'zi 7 kun, 11 kun tursa, o yerda o'shadan bu shayga berib uçup kelib el ağınlan ziyafat qilsa, mehmon bo'lsa, buni qanday o'xshatachaqda, o pul açtı. Halal ko'rinayotgan pulning o'zi samandek to'zib ketdi o. Bu joyda ishlatmagan pul bo'lgan gap. Buni endi yostiqning ostiga tiqib qo'ygan pullarni qanday qilganligini men bilmayman. O so'mkilab pullarni dollarni berdik degan bilan shu dollarni so'mkilab bergan odam men berdim deb o'tirga chiqmagandan keyin boshqalar o bütün O'rta Osiyolik pul berdi deb bilan O'rta Osiyolikning advokatidek bunday so'zlab bir qancha da'vogan bilan pulni bergan odam men manchayni kunisi Rabia Qodir xonimga manchi pulni avatgandim yoki qurultayning sekretarisiga manchi pulni avatgandim qurultayning manchi avatgandim. Bu pulni nimaga ishlatdinglar? Natijasi qanday bo'ldi deb surishti qilgan. Pulning o'lgisi o'tirib chiqmagandan keyin endi eg'vodek bo'lgan gapchi bu. Eg'vodek bo'lib qoldi. Hukumat choplayotgandek manda bo'lib qoldi. Endi demak shunga endi bu o'yliqi, bu yap ketgan, ishib ketganni endi o'sha to'xtataylik qarindoshlar. Oqshom uzun so'zlagan to'q. Bizning asli demakchi o'g'inimiz bugun endi bir xulosini boshqa chiqaraylik. Odamlarni tillamayli, andaqchi mundaqchi demayli, ular xashlaldi tugidi bu ishlar. Baribir uni sug'urib olamaymiz. Endi Germaniyada Mercedes mashina minishganiki endi o oson chiqqandan bir ish emas. O bir bunda bir nesi asımı ayda $100 tölesin bir 10 yıl tölep ayda qildiganlar bu Mercedes yandan etizga kavit yerganda bir narsa endi Germaniyaning o'zining shaxsiy mas'uliyati. Ona keldi birinchi klassni menamdo bazardan chiqaramdo paqirt meni varsa uni voy Mercedes deb jiraqqa bak ali ko'rinib ketgan bilan ma Germaniyaning o'zida men bu mashinam yo'q shunda olsam mana qarab qo'y ashukango harudek bir narsa deb chaqlayman endi. Hani demek biz endi bu
Hazır iş olmasa 92 yılı bu kurultay kuruldu. Hazır 28 yıl oldu. Bu kurultayның bir qanati 2004 yılı kelgan chaqda Dünya Uyghur kurultayı oldu. Ani jup taraf yo'q deb etib, yana bir qanati sükürüp chiqib sürgünlük hökumat bo'ldi. Bu 28 yıllık teşkilatın devamı o ikisi. Dünya Uyghur kurultayı mı şunun devamı? Bir 90 kelgan chaqda ikkiga ayrıldı deymiz endi. Bu iki balanın iki kanatının iki elisi 92 yıldaki ana teşkilatındaki iki kanatı. Endi bu iki kanat hazır kayıcılık bir iqtisadi bir akı hesabını tayyorlab qilolmaydi. Endi sürgünlük hükümet gelsek faaliyet qilmaydi. İşçi bekingen biz müstakillik bayrağını simbol şekilde tutup durmuyoruz. Ahmet İyenbey Efendi'ninki öz vaktindeki şuarı bu. Ondan keyin jiq bala qazanib besini o'tkazdi. Bular yaman ig'ir kuni keldi hozir. Endi mana qurultay qanatiga kelsak, bular izchil bir xil yo'lda ketayotganlar bular. Bularning o'ziga aslida so'mkilab, yanchuqlab dollar kelgan tashkilot bu. Mushu tashkilotning o'zi shu bo'lsa, bir yilqi buloqqa o'xshashchu, suv sirg'ib, eqib kep o'tiradigan, doim bir ko'lga yig'iladigan bir manbani 16 yılın yağı bana çıkmadı. Envercan efendim şu vaxtda Dünya Uyghur Kurultayı'nın mavrisi boğan. O kişi özünün təklifini oturuyup biz milli iqtisat mənbəsində çıxışımız gerek. Sırtqı qarab biləversək olmaydı, enedegi qarab qalsaq, yoki olmaydı, xeyri saxavat, əzalıq, bedel pul deb qarab qalsaq, o iş yaxşı mangmaydı. Bekinib qalımız biz əslində milli bir iqtisat paydo qilish kerak deb bu odam jiq taklif berib yiqib, o taklifi amalga oshmay chiqib ketgandan keyin shu 2004-yili 8 oy 10 oyda qurultaydan chiqib ketgan, mavrishini tashlab istifa berib chiqib ketgan bu odam. Uzun tijorat bilan shug'ullangan shu do'kon ichib ish qilishga odam endi pul tepishni qanday ko'paytirish bilib ashtaq qotgan odam. Bu tashkilotning o'zi uning ko'ngil bo'lmagandan keyin udul bergan pulni xashlayotgan besapa yoki kapsiz bolaga o'xshash shu bergan pulni udulga xashlab etib odatlanib qolgandan keyin bu odat shunday davomlashdi. Yanchuqlab kelgan dollarmi xashlanib ketdi, so'mkilab kelganmi xashlanib ketdi. Endi bir skop Rabiya xonimga ishni qo'yish, Rabiya xonim men qurultayga xashlagandim deb ishni qo'yish shuni bilan bu pulniki ikki vartaning o'rtasida, ikki to'rning o'rtasida tepgan to'pga o'xshash şu an sen kattaniga katta qilib shuna bulg'an gap. Ana demak, hozirgacha bu bir nimani qilmagan. Qurultay bir iqtisodiy manbani tirildirib chiqmadi. 16 yılın yağı iş olmasa Rabiya Qadir xonim boshliq bo'lgan ve tushib ketgan vaqtni hisob qilsak hozir 2006dan bo'lgan 14 yil. Shu 14 yilning yağı bir oshxona ish olmasa Uyg'urlarniki qila oladigan shu andi. Çoğurak bir iqtisadi manbalarni, çoğurak bir Avrupa, G'arbga yuzlangan bir iqtisadi manbani Uyg'urlar bu klassik usul bilan almashtirolmaydi. Ama Avrupa tarafida tijorat asosan ahmaydi, unday tovar ep satadigan, ahmaydi. Ama şu Münih'inde şehir içindeki etrafında bir çoğun binanı Xitaylı setip pipa açkan, toplar açkan, aşağıdan ekilip kiyim keserken ekip setip dükkanı iç bakkan uygulama var. Akmagan o binası. Şunda ezan elip şunda ezan sası mı? Akmagan o binasılar. Bu kiyim keser soğuduları bu Germaniyada kattil akmaydıgan bir nese bu. Endi yapılgan nemesi şu aşkançılık, yemek içmek soğudusu, bakkalçılık dükkanları diyendek, şu yemek içmek sahasında bir narsa qilsa, bunu şal akıdığan yaxşırak bazarın küzüdün çıkarsa akıdı, asıl buldu. Şundaq bir iş var, məbləğ selinmedi. Bu təşkilatdaki fonda reisleri var, maliye bilmədəb bir mütəxəssisləri var, nurgun məsləhətçiləri var, danlıq ziyali məsləhətçiləri var, strategiya var. Bularning o'zi bu xalqdan kelgan bir yil ketdi, meni 300 ming dollar ketdi bir yil. Bu bizning o'zi NED. O'rta Osiyoda NED degan gapni net deydi qarindoshlar. NED desa ular tushunmaydi ekan. Net deb qo'ydi ekan. Net bergan pul hamda xashlanganmi yetadi albatta. Uni yetadigan pul kerak buyurdi. Endi xalqimiz bergan pulning o'zi bir yil 300 ming dollar yig'ilibdi. Moşunun özüge restoran açsak,
5-4 adamın maaşını hem berip uğurlaştırır ekanmiz. Muşunun kelgen pulunun özünü andan keyin mustaqil yig'ib ko'paytib ishlasak deb bo'lsinmi yo bo'lmasa $100,000 eshibdi desa $100,000'ning o'ziga ikki odam ishligidek oshxonadan birini echib uning maoshini tirildirib manda bir boshqarib epmag'ayli desa bu albatta bo'ladigan ish. Bu vaqtda O'rta Osiyodagilarga o'tirib chiqtirib pul beringlar, pul. Bu ishni biz qilyapmiz, mana biz qilyapmiz, pul bo'lmasa ish bo'lmaydi deb chol o'lgan eshakdek o'ligini otib turib olmay qarindoshlarga shunday qilsa o bo'ladigan ishdi. Uni qilmoqlik, besafali qilib endi tushgan pulni ocharvali qilib xashlab tugitib etib, shunday qilib jiq odam resimga tushib, jiq faoliyat qilib ko'z qilmaymiz. Deb mushundaq tugitib olgandan keyin bu ish hozirgacha bo'lmaydi. Endi yana mushundaq menish kerakmi? Endi xalqimiz pulni bermasa, enede bergen pulning o'ziga qanoat qilmasa, net beradigan $280,000 yillik pulga yoki $260,000 bu pulga bu qanoat qilmasa. Endi qanoat qilishning bo'ldi, u yoq bu yoq ushmaydi endi. Bekor o'ynamaydi. Oynamagandan keyin shunga xumor tutib qoldi, ochiq tutib qoldi, o'zini ko'rsatanmaydi. Xalqimizga hech nima qiymat deb turib oldi. O'sha bir gapni gap etibdi, esimga chiqib qoldi. Meni to'lisi ko'p sen bekor turmay ish qilayotganlarni tanqidlaysa, sen nima ish qilding, o'zing bir ishni qilib boqmamsan deydi. Endi demak, xalqimiz ashta u yerga berib bir hukumatniki binolarga kirib suhbat o'tkazib, resimga tushib, internetga chaplab qo'ygan ish qilyapti deb qaraydi. Natijadan qat'iy nazar. Bunda bo'lgandan keyin bularni ish qilib o'rganib qolgan, xalqning ko'ziga ish qilgan bo'lib ko'rinib qolgan. Yilda oz bo'lgan chaqda 35 qitim bu davlatga bayirib ish qilgan. Yildan keyin bir qancha davlat cho'ng-cho'ng yerga berib 2,000 3,000 odam to'plab berib namoyish qilgan bir qancha qitim. Mushundaq ishlarning o'zi bu chaqda net beradigan $260,000 puli bilan bu ish bo'lmaydi. Bo'lgandan keyin bulardan keyin asabiylashib qoladi o chaqda. Haqiqatan pul bermagandan keyin biz qanaqa muzni olsa, shuni olan mushundaq hamda xalqning ustiga ortilgan gap. Endi mush pul tepishning o'ziga menish lozim. Bu tashkilotlar endi mushundaq xalqi haq bergan, millionlab bergan pulga go'sht taqib, guruch taqib tugitib jamiyatlarimiz, vakillarimiz bor hozir. Bu beqib tugitib bo'lmaydi haqni. Bir qismi bilan boqsimi, bir qismi pul bilan mana bu davlat berib kuchib yurib da'vo qilib ish qilsimi, ma'lum bir qismining o'zini tejab buni tugmas bir pulga aylantirish kerak. Udulluq bergan udulluq tashlayotib, yana pullaring Alloh sizdan rozi bo'lsin deb bunda mengiversa, bu vaqtda divanning narxi tushib qoldi, bu da'vo degan bir narsa. İşte bu. Endi men endi ish qilsam, onda ishni men ish demayman endi. Berib, bu yerga resimga tushib, natija chiqmaydigan undaq ishlarning o'ziga men ish demayman endi. Bir dona reis bas bo'lib, 10 odam berib ketib qata turib, resimga tushib, o'talda pul qashlab, tashkilotning puliga, millat bergan puliga resimga tushib, sayohat qilib kelgan ishning o'zini men ish demayman. Unda ishni men qilmayman. Qilmasam haqlamen qo'yib sen o'zing ish qilmaysa, ish qilganlarga deydi. Onda esa ish qilganlar ishning natijasini bir ko'rsatsin. Oqshom deb qo'ydik, natijasi nima degan. Biri bir qancha 10 odamniki maoshi hal bo'ldi, shtatlik maoshi. Yana birisi Uyg'urlarga mustaqillik kerak emas, avtonomiya Xitoy bilan birga yashalaymiz degan bu natijani g'arb dunyosiga doklad qildi, yetkazdi. Ishim shu bo'ldi natijasi. Men unda ishni hargiz qilmayman men. Qilgan bo'lsam albatta qildim ben, onu çekip yürüp qildim. Ama ben onu iş de qilmayman. Çünkü ben iş qilib baqqan. Millet üçün iş qilib baqqandan keyin, halal ishning qanday qilganligini bilgandan keyin, men bunda haram ishni qilish mening vicdanım ko'tarmaydi. Qarindoshlar. Taqallaringlar bismillah. Endi biz doim deb turibmiz, amalga g'azablanmayli, achchiqlanmayli, og'zimizni buzmayli deymiz yo'q. Ama xalqimizga ba'zi jihatlarda bir misol bermasak bo'lmaydigan yeri bor ekan. Chunki menga masalan men program boshqarayotgan odam bo'lg'achqa jiq inkoslar keladi. Kelib xatlarni yozadi. Sizlar Yevropada bo'lganligi, ularga yaqin bo'lganligi jiqishlarni biladi ekansizlar. Biz sizlarning programmadan jiq anglab boqmagan, bilmagan narsalarni bilyapmiz, hayron qilyapmiz deganlarni oz emas-ku.
Muşlarga mesela bayı deyilgenlerinin hemisi birisini kandaktı, birisini tilde biliş, birisinden ölçe biliş emas. Ular bilen tanışmayımız, ölçümüz yok. Ama bir qancha misal beriş arqali pul berip atkan qeyrindaşlarımızga bu pullarning nelerge işletilip atkanligini bir misal arqali tushundirish şimdi. Şu arqali mandametli deb qalısı bir san boludu. Özür eniqlab baqsı boludu. O iş zaten nerede to'g'ri xato degan shu. To'g'riladi materiallar bor, ashuni axtursin topalaydi. Şuna bazı misallar elindi, bazıda azab haliqi rezilliklarni ko'rganda o'g'iz qaynamaymi turamaydi-ki, şunu biz sal qaynab qolganmish borki, to'g'ri tushunasizlar, qarindoshlar. Hamda men Abdurahimjon degan masalan oshxona yetishlayli, boshqa ishlar bo'lsin, bu haqda mening esimda qolsa, ba'zi ekranlarda maxsus shu iqtisodshunoslarni, iqtisod o'qiganlarni taklif qilib, oshlarning nimalarini oldi, og'izdan gap oldi, qanday qilsa bo'ldi deganni masalan oshlar so'zildi sistemalik. Ularninki so'zligini qaraganda biz endi jiq bilmaymiz. Masalan, tasavvurimizni deymiz, masalan, manda bo'lsa bo'ladi deymiz. Tasavvurimizni deymiz, manda qilsa bo'ladi deymiz. Endi hozirgacha menga bevosita xatingizni so'rayotganlar oz emas, bizning ko'nglimiz batdi, ammo ko'nglimiz qoldi. Bundan keyin endi da'voda yana pul bo'lmasa ish oqmaydigan gap. Chunki masalan bir lider deyli, birisi da'voga o'zini atagan bo'lsa, u ishlamagan bo'lsa, o bireye beriş üçün mü kısa ketidi? Biz başka iş kılamızsak mı pulunu bəgimiz var diye. Ama neye bereydi edip menden soravatıdı bunu. Mesela Orta Asya'mız bir neçə qeyrindaşımız bana ayrım uzun xat yazıptı. Bu mujikinin ayağı muşu qalayımqaçlıqlarını köygəndəkin bişimiz aynılıqla qaldı. Biz başka işini kılamızsak mı, biz bayı olmasak mı, iqtisadın yölep kavat qantık. İş bo'lmasa azroq pul berdim debman, vicdanım aram tapatdi. Endi men bu pulni nega berishni bilamadim. Sizlar ekran ochib, mush to'g'riliq so'zlayapsizlar, bizga azroq yo'l ko'rsatsanglar deydi. Nima deysizlar mush qarindoshlarimizga? Endi jasorat bu tashqi dunyodagi bu da'vat qilyapmiz, biz deganlarimiz kelsak, masalan, hammamiz bu da'vo qilyapmiz, o qilyapmiz, bu qilyapmiz deb hammasini o'tirib hozir bu yerda hamma ishni o'tirib pulga yo'lib oladigan bir ishlar kelib chiqdi. Qa ishimizdan hech qanday tayini yo'q. Mayatda meningki bu xulosalag'an fikrim qaysi desa 2018dan tortib 2019ga qadar bo'lgan jarayonimizda biz buni O'rta Osiyolik qarindoshlarimiz bilsin, Abdurahimjon tasdiqladi, biz zaten da'vo qilmadik. Bu endi bu xulosa gap shu. Bizning da'voyimizni kim qildi desa, mening deydigan bir narsam bor. Qaysi degan chog'da bizning da'voyimizni Amerikaning Mike Pompeo qildi. Pulni Mike Pompeo versin ekan. Vaqt kelib qolsa, shu butun rahmatlardan tortib ashunga dis bo'ldi. Masalan, Mike Pompeo qanday qadam? Mushu odat Qozog'istonga berib, Qozog'istondagi amaldorlar bilan O'rta Osiyodagilar birdan-bir ko'rishib o'tirib, qozoq qarindoshlarimizning kigiz uylariga kirib o'tirib, shu zaminning o'zida Uyg'ur degan bir millat, Qozoq degan bir millat Xitoyga bir yam bo'lib ketyapti. Mushu zaminga o'zingning qozoq bo'lsin, Uyg'ur bo'lsin, qechib chiqsa, qaytirib bamanglar deb o'tirib, ashak berib yolvirdi ya. Mike Pompeo efendim odatda bir boshqa bir davlatdan chegaradan akib olgan bir odamlarning hikoyalarini shu so'rildi so'zladi ya bu. Bu Mike Pompeo'ning masalan bir butun musulmon ellariga o'tirib har 10 minut ichida so'zlab keldi. Bizning mayatda da'voyimizni Amerika qildi. Mike Pompeo efendim qildi. Amerikaning tashqi ishlar ministri qildi. Biz da'vo qilmadik. Yana hozirning o'zidami bu yerda o'tirib yana yolg'onchilik bor. Masalan, tunugunki qonun falan to'kinisak, resimga tushib olganlar ayol dedi. Hammasi yolg'on, Amerika qildi buni. Hammasi bu Amerikaning qilayotgan ishi, biz qilmadik. Ham bu yerda O'rta Osiyolik qarindoshlarimiz deydigan gapim shuki, bizda o'tirib o Sharq Turkistonni ozod qilib bergidek da'vo qilayotgan insonlarimiz yo'q. Da'vo qilayotgan insonlarimiz bo'lgan bo'lsa, Amerika hukumati o'zi maxsus o'tirib Sharq Turkiston masalasi Amerikaning tashqi siyosatiga yotadigan masala deb o'tirib Mike Pompeo efendim ham yerda buni so'zlab o'tolmaydi.
davani qildigan yo'lni chiqyapti, biz ko'rib turyapmiz, buni bilyapmiz. Hatto butun musulmon davlatlarga har kuni, har haftada bo'lsa davlatni qo'ygan chog'da Uyg'urlarga mandaq ish qilyotib, so'zlab turayotganini zaten hamma Uyg'urlar bildi. Bu O'rta Osiyolik qarindoshlarimiz shunday bilish kerak. Endi bu yerda O'rta Osiyolik qarindoshlarimizni yana bir aldaydigan bir usul bor. Qaysi deganda bu DOK bo'lsin, boshqa tashkilotlardan emas, yana yamanmi bola fondlar qurilib ketdi bu yerda. Bu yodinglarda bormi? Sharq Turkistonni qurollar ozod qilish guruhi O'rta Osiyodan birsi o'ltirib, men mandaq qilaman deb chiroyini ko'rsatmaydi, o'rischa yozib olgan qog'ozlarni aşağıya taqdi. Bular mendan takror so'rdi. Bu nereden keldi? Bu qanday bo'ldi? Bu qanday bo'ldi degandan keyin men eng oxirida bularma 2019-yil 1-oyning 13-kuni shuni bilan o'tirib men so'zladim. O'rta Osiyolik qarindoshlar, mushkamga qadar sizlar oq ko'ngilliginglar, samimiyliklar tufayli bizga shunday yordamlarni qildinglar. Sizni bir seg'ib ichadigan kalga o'xshatib oldim men haqli. Qayoqdan kelib saqisi bo'ladigan. Endi cho'nglari seg'ib, o'yilib, nurg'un ishlarni qilib, mashinalib, bir yak akibopti, o'zini chiroyini ko'rsatmaydigan bir manqortlar chiqibdi. Endi bularni o'ltirib biz vatanni qurolli ozod qilamiz. Bunga munchilik pul kerak, munchilik fondi qurish kerak degan gaplarni o'tirishlarni aldab etibdi. Ba'manglar bundan keyin. Bundan keyin sizlar qilishga tegishli bo'lsa, davoyimizning o'zida bu yerda da'vogarlarimiz endi tonsa ilgirgi O'rta Osiyoni bir qator sestivatdi. Adı taqat ishlarni chiqarib o'tirib, butun Uyg'urlarni uya qo'g'lab chiqdi. Biz davoyimizda tayinadigan eng asosli tayinadigan yerimiz O'rta Osiyo. Sizlar qurol etishni bilasizlar. Sizlar iqtisodmi bor sizlarda, chegaraga yaqin, boshqa qarindoshlarimiz bilan o'rtaq. Vaqt kelib qolsa sizlarning dushmaninglar Xitoy hokimiyati sizlarga kelgusida dushman bo'ladi ashunga. Chunki Qozog'iston hokimiyati bilan Xitoy hokimiyati o'rtaq bir yo'lda. Buni Qozog'istonga men 2016 bordim, butun qarindoshlar asosan tushundi. Bildi, teshig'i chiqarib bo'lmaydi. Andaq bo'lgandan keyin men u yerda qarindoshlarimga men qisqa chaqiriqni chiqardim. Bundan keyin sizlar o'zinglarning tashkilotini quringlar. Chunki bu yerda o'ltirib bir tashkilot berib pul bersanglar, yana birisi pul bermay deb uyamallaydi. Tashkilotdan to'lnasi yo'q bu yerda. Shunday ismi jismini ko'rsatmaydigan, atalmış vatanni qurolli ozod qildigan bundaq guruhlar bor. Nereden berib vatanni qanday qurolli ozod qilsiz desa, bir o'tirib bir suqmaydi uni. Amaliyotda sizlar chegarada, sizlar armiya xalq, sizlar etishni bilasizlar, sizlar hamma ishni qilishni sizlar bilasizlar. Sizlarga faqatla ozroqli yeshil chiroqning yiqilmayotgan vaqti yiqilmayotdi, ammo Xitoy hokimiyatining asosasi ojizlashishi bilan, Amerikaning o'rniga kirishi bilan sizlarning bu yerda Qozog'iston hokimiyati sizlarning dushmaninglar bo'lmasimi, u yoqdagi Xitoy hokimiyati Ipak yo'lini saqlash uchun bu Qozog'istonga besim ishlatadigan rost, u yerga hokimiyatni chertadigan rost. Özünün ziminida bu Ipak yo'lini qo'g'dash uchun o'zining ziminida xuddi Sharq Turkistonda odatda chivin uchutmagandek vaqt kelib qolsa, Qozog'iston, Qirg'iziston va Ipak yo'lidagi davlatlarni tep-tinish tutib turish bu Xitoyning siyosati. Bu orqali sizlarning hokimiyatinglarni kontrol qildi, shu orqali hokimiyat orqali sizlarni kontrol qildi. Demak, bu yerda dushmanimiz o'rtaqlashidir. Shuning uchun sizlar o'zinglarning tashkilotinglarni quringlar, pulinglarni o'zinglar yig'inglar. Vaqt kelib qolsa, yana tashqi dunyodagi hamma tashkilotlar qor qo'yib bermay, mustaqillik deydigan to'g'ri xatoni tushunib o'tirib, shularga beringlar, yordamlashinglar, o'rtaqlashinglar. Vaqt kelib qolsa, sizlar endi Nomrat desa Turkiyada emas. Nomrat Qozog'iston dejek, yomonmicha Qozog'istonda. Qozog'istondagi qarindoshlar ashlarga o'tirib beringlar. Aynı vaqtdagi Nazgum fondi jamiyatini qurgan, Nazgum fondi jamiyatini bosh Qozoqning hokimiyati bilan Xitoylar birlashtirib o'ltiryapti. Uningga o'xshash bo'lmasin, bu yerga siyosat o'zgaraydi. Bunidagi mushunda qilinglar dedim. Mening tavsiyalarim shu. Qozog'istonlik qarindoshlarim balkim anglab qolsa, men o'tgan 2019-yil 1-oyning 13-kuni shunda degan. Oshkormi dedim, maxfiymi dedim. Men mush so'zimda turma. Biz haqiqiy da'vo qilamiz desak, bu Amerika, Yevropadagi chegara bu vatandan 10,000 kilometr bir jiroqligining o'zida biz Sharq Turkistonni andaq ozod qilamiz, mundaq ozod qilamiz, yoki qurolli ozod qilamiz, yoki undaq yolg'on bu yerga tashviqotlar bilan O'rta Osiyodagi xalqlarni bir seg'ib ichadigan kalga o'xshatmay biz. Har kim o'zining ziminida o'zining rolini joriy qildirish kerak. Bu yerda qarindoshlarimiz o'z oldiga tashkillansin,
көз алдығы тәшкилатын құралайды, imkoniyat бар. Бұны декен шуны қарап тұрып маңыды. Çünkü Xitay acizlaşkan siri, bu yerda Xitayga besim aşkan siri, bu yerda zaten İpek yolunun rol astasında qelyaptı. Qozog'istondagi xalqlarimizni to'nyapti. Men 2016 bardim, basak hammasi o'tirib, Xitoylarda bu yerda andish qilish bor ekan, o'chmanlik bor ekan. Andaq bo'lgankan, bu yerda ayni vaqtida bizni tushunmagan qozoq qarindoshlarimiz bo'lsa, bugun tushunish qarab turib boshildi. Ana ko'chalarda qozoqlar chiqib o'tirib, o'zining hokimiyatiga Xitoyning kengashiga biz qarshi da bu yerda namoyishlarni ko'rdik. Andaqkan bu yerda Uyg'ur xalqimiz, shuningdek Uyg'ur millatimiz bu atalmış Amerika Yevropadagi qo'sig'i to'yib ketgan bu yerda o'tirib 70 yildan beri Amerikadagi bir davlatga bir parcha qog'oz akirmagan buyuk to'lagunkidak bu yerda Amerika hukumatiga men ko'pdan ko'p musharqliq rahmat deyman. Bir qonunni o'zi yozib, o'zi ma'qullab chiqarib bersa, mening bu natijam deb oldigan bu matutlarga agashmay o'zining azmining o'zida qanday vaqtda bo'lsin tayyorlik holatda o'ziga puxta bo'lib, aşağıdaki o'zining xalqiga yordam qilib, Xitoyga bo'lgan dushmanlik bu bizga yordam qilib o'tirib Sharq Turkistonni ozod qilmasimi, biz vaqt kelib qolsa ashlarga yuzlanamiz. Chegaraga yuzlanamiz. Vaqt kelib qolgancha chegarada kelak yuzlanamiz. Anda qo's biz chegarayimizga qaraylik. Chegarayimizga qarsak bizga eng yaqin bo'lgan O'rta Osiyo xalqimiz. Shuning uchun u xalq o'zining tashkilotini qurib, o'zidagi shu yerdagi yerli xalqlarga haqiqiy dushmanning bu yerda Xitoy hokimiyati ekanligini, Xitoy hokimiyati yerlik hokimiyatlarga, qozoq hokimiyatlariga chertish orqali, sestish orqali o'zini mushundaq nomrod holatda qoldirayotganligini. Bu Xitoyning bu yerda naqadar besimining borligini, vaqt kelib qolsa o'zining bir o'lkasiga aylantirib ololadiganligini, vaqt kelib qolsa, ya'ni vaqt kelib qolsa quruqlik jami qilish uchun Xitoyning O'rta Osiyoni cho'qim ishg'ol qilib oladiganligini. Buni o'tirib qarindoshlarimiz bu yerda shu yerdagi yerli xalqqa tashviqotni jonlantirish kerak. Bu tashviqot shuning bilan andin bizni bu yerda hamkorlashsak, ularmi o'zining bu sharoitdan foydalanib Xitoy hokimiyatiga bo'lgan bu yerda tashviqotini boshlasa, biz bu yerda davoyimiz butunlashidi. Xuddi hamma ishni biz qilib o'tadigandak bu yerda vatanni bu maxfiy o'tirib, chiroy ko'ringan insonlar bilan pul chiqib, qoraveroq fondlarni qurib, bu yerda o'tirib bundaq yolg'on gaplar bilan millatni aldashning zaten aqlga sig'maydi. Shuning bilan men buni saqladim. Eng oxirida 2019 kelgan vaqtimizda bu yerda ma'lum apandi chiqdiki, O'rta Osiyodagi insonlar $1 o'tirib cho'qim Uyg'urlik badal pul berish kerak degandikin, andin bu yerdagi xalq maniga nim deymiz degandikin, hozirmi aloqam bor, meni so'zlar turibdi, qo'yib beringlar, anlatib beringlar deganda men unda qilmayman. Endi qarindoshlarimiz chiqib o'tirib, endi demasak bo'lmaydi. U yerdagi qarindoshlarimizni davoni tushunmayotgandik, ammo bektilib oldi ularmi? O'rislab. $1 bersa qalandagi beratdiq. Sening puling dedi. Endi bugun ma 1,5 yil kelgan chaqda shu qarindoshlarimiz endi o'lgan chaqda sizlar to'g'ri deb ekansizlar. Asta tushundik, bu yerda tashviqotni boshlabdi, tushundik. Sizlar to'g'ri qilgansizlar. Biz mush yo'limizni mushunda qilsak to'g'ri bo'ldi ekan. Mumkin qadar o'zimizga ishlasak bo'ldi ekan. Nomrod degan bizga yetib eshib tursa, da'vo qilib Xitoyga qarshi ish qilayotsak, ani chegarada tursa, ani oyada tursa, bunda qarshi ko'rinib tursa, biz nimda pulni o'tirib Yevropaga u yerga avatib, bu yerdagilarni o'tirib bunda vatanni ozod qilamiz degan yolg'on gapga ishinib yurimiz deyotdi. Mening deydigan O'rta Osiyodagi qarindoshlarimga burundan tortib ashu, hozirmi ashu Qozoq bo'lsin, Qirg'iz bo'lsin, hammamizning hozirgi vaqtimizda dushmanimiz Xitoy. Xitoy hokimiyati. O'zining ziminiga ega bo'lish kerak osh xalq. Yerli xalqlar bilan o'zining dushmanining Xitoy hokimiyati ekanligini kech-kunduz tashviq qilish kerak. Shu asosda andin cho'qim o'tirib, bizga bu yerda bir Xitoyga qarshi bu yerda bir yeshil chiroq cho'qim yiqiladi. Andaq bo'lgankan shu xalqning tayyorligi bo'lsa, iqtisodiy tayyorligi bo'lsa, biz qo'limizdan kelganlarni shu insonlarga yordam qilaylikki, menimcha bo'lgan taqdirda endi insof qilish kerak tashqi dunyodagi insonlar. Yana ashularni seg'ib ichadigan kala qatoriga chiqib berishga men qarshi. Mening hozirgi deydigan mushunchalik gapim shu endi Pisandek chachirab ketaman endi. Bu adamlarimizdan qilayotgan ishiga kelsak, haqiqatan endi bu davon anda qilyapmiz, davoni bunda qilyapmiz. Voy davon nim bo'ldi ya? Davo desak o'tirib Mike Pompeo apadim nega bormi deya? Kimning qashig'i bormi deya?
Yol vermegen Türkiye'den tatip Pakistan yok Pakistanlar kalmadı ya bu yerde oturup. Man Müslümanlarına kırıp gitip atıdı. Mada kımada oturup. Kazakistan'ın çiğgiz öylerge bağdı ya bu. Qaysı bir oyga berip şey berip düşendirdi aşını. Qaysı bir dava berip şunu düşendirdi aşını. Davani kim kılıp atıdı biz bilişimiz gerek bir yerde. Dava bizim müstakillik davayımız. Hazır bizim kimnin aşkçı, kimnin koludu bu atıdı biz bunu bilişimiz gerek. Bunu maslaşaylı, halkını aldımaylı. Endim biz oturup hakiki düşmanımızdan kim ekanligini vaqt kelib qolsa qo'shnidagi chegara davlatlarga shu yerda bizning o'rtaq tillik qarindoshlarimiz bo'lgandan keyin bular biz tushundiysak biz so'zlasak bu yerda o'rta osiyodagi qarindoshlarimiz xuddi shu xitoy hokimiyatiga o'xshash nurg'un kontrolning ostida u yer. Şuna bayatın degandek nurg'unlar somkalab Abdurahimjon degandek pulni berdi, ammo men berdim deyamaydi. Bichara yurigi de vatanparvarlik, ammo men berdim desa o'tirib. Dilbirim Samsoqovani vaqtning o'zida qopchiga ko'ylak opirtirib bo'g'ib o'ltirayotgan shu yerning odamlari Xitoy bilan birlashib. O insonlar shundan qo'rqidi. Buni bu yerdagi mavi insonlar, tasliq oldim siz gap qilib, mavi insonlar biladi. Shunga somkalab olgan pulning hisoboti chiqmaydi. Bu yerda qo'yilmaydi. Qarindoshlarimiz shunday qilish kerak. Mening anaqa xulosa gapim. Biz yordam qilsak qilaylikmi shu tashqi dunyo Amerika, Yevropadagi Uyg'urlar ashaga mumkin qadar Qozog'iston, Qirg'iziston, O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz o'zi bizni yetaklab manqadak bir tik turib baqsin. Mening talabim shu. Rahmat. Tülügüm şu mesela Orta Asya'daki vakadan keyin Uyg'urlarning şu chet eldagi iqtisodiga bo'lgan ziyon qanchalik bo'ldi deganga javob berildi. Demek ziyan nayet çoğum. Bu ziyan birisi rıqınındek adam ötürüş bir şekilde ölen bolsa, yana birisi xalqimizni sümürüş arkalık, xalqimizning qo'lidagi iqtisoddan ayirib etsa, xalqimiz bu davoni yo'layamaydigan holatga kelsa, bu chet eldagi Uyg'ur davosimi nayet ojizdi shu amaliyotda. Ya'ni xalqidan ayrilgan, xalqning iqtisodiy qo'llashidan ayrilgan davo o ravaş tapanmaydı. Hazır 10-20 yılın yağı boğatkan içinişlik ahval muşu oldu. Halkımızdan pul elinde sümürüldü. Bunun neticesi nöl oldu. Ahire neticesi kanda oldu degende halkımız bombaydı iken bu pul versek, bombaydı iken bu degen bir anğı kep kaldı hazır. Bugün mesela o Erkin Roz kayınçımızın dağıtıdı. Bəmanlar dağıtıdı. Hem de bu yerde bir ziddiyet doğuladı. Hazırki xalqarалық vaziyat, hazır Uyg'urga foydaliq menlayotgan bir holatda Uyg'urning mustaqillik ideyasiga vakillik qiladigan bir markaz, bir kuchga ehtiyojimiz bor. Bular dunyoga, hazır dunyo Uyg'urga qarayotgan holatda Uyg'urning haqiqiy mustaqillik irodasini bildirish kerak. Haqiqiy ko'ngildagi ovozni yetkazish kerak. Shuningda dunyo bizga boshqa ko'z bilan qaraydigan bo'ladi. Mustaqilligimizga haqiqiy yo'l ichilish kerak. Mana mushundaq chaqda iqtisodga yana ehtiyoj tug'ildi qarindoshlarim. Masalan deylik, hozir yo'q unda bir markaz. Bir markaz qurildi. Uyg'urlarimizning hozir jenimiz pida degan sadosini masalan Amerika boshliq g'arb ellariga yetkazdi deydi. Endi tarixda ikkinchi Cumhuriyetimiz davrida Rossiyaniki yardımı, qoral yardımı bilen bizning armiyamiz qurilgan 30-40 mingning muntizim armiyamiz Manas daryosiga kelgan. Hozir vatanni ozod qilish uchun dushmanimiz Xitoy o'zligidan numus qilib xijlab chiqadigan bir nejis emas. Hozir masalan deylik bir kuchli bir g'arb ellari bizni qo'llab, bizni qurollantirib, osh Xitoyni bir Xitoy o'zi yuzi qochadi, Xitoyning jini tatliq aşında halet şekillenmeydi değil, bo'lmaydi çünkü milyonlab Uyg'ur hazır candan vazgeçti. Hayatıdan vazgeçti, zerikti çünkü bu Xitoy bilan birga yashasa qirilib tugab ketadiganligini bildi. Şuna hazır mesela bir Xitoy generali degandek bir sharoit bo'lib qolsa Amerika 300-400 ming Uyg'urni qurollantirdi. Shunga bilan bizning ishimiz tamom va salom bo'ladi deganiga o'xshash bir ish bo'lmaydi deb kim deya oladi? Muşundaq ahvalda muşu bir merkez aramızda şekillenip, yana xalqimizga murojaat qilib, yana g'arbga mush Uyg'urlarning haqiqiy sadosini yetkazishda yana iqtisod lozim bo'ldi qarindoshlarim. Ana hozir
endi pulni berma davatimiz, ammo ashundaq bir merkez shakllansa, hozirgi shaxsiy qilayotganlar bor. Yana xalqimiz qo'llaydi deb o'ylayman vaqti kelganda. Jasorat ma bir gap balki milletimizga xato tushunib qolmasa, mening halqa berma deyishimlik sababim men ona o'tirib hech qanday bir tashkilotlarga berma degan gaplarni tashviqotlarni qilmadim. Mening berma deyishimlik sababim o'zining fondini qursin, o'zining tashkilot jamiyatlarini qursin, bu yerda o'tirib pulini saqlasin, pulini yig'sin. Masalan, boy degandek markaz qurilsin, haqiqiy mustaqillik tashkilot, mustaqillik qildigan bir tashkilotlar bo'lsin, buning tegitakdan hammasini bilib, qayerdan qayerga ishlatilganini bilgan vaqtida yaxshi aloqani qilsin, shularga bersin. Biz shu orqali hamkorlashaylik. Ammo hozirgidek bundaq bir tashkilotsiz, boshsiz, so'mkilab bu pulni berib o'tib, eng oxiri o'tirib, bu pulni sen nega verding degan narsaga nisbatan men bundaq narsalarni berma demak, berma degan tashviqotlar. Chunki sen o'zing qur, o'zing ega bo'l. Aşağıdaki adamlar orqali, cemiyetin tashkiloting orqali qancha pul katta deb o'tirib, bu yerdagi odamlarga ber, shu tashkilot o'tirib bularning hisobini olsin, sen o'tirib bu yerdagilarning hisobini ol. Endin bu orqali bu yerda zarur bo'lgan vaqtingizda mayli bu yerda bo'lsin, mayli u yerda bo'lsin, bir zarur bo'lgan vaqtingizda bu pul berib kelish qilsin, vaqt kelib qolsa ulal emas, biz oshilag'im beraylik, oshilag'im avatib beraylik. Men bir ishga qiz fikr qarashtirib, erkenniki fikratda. Erken aytdi, yaxshi nima chiqadi, Uyjanglar yig'ib, uyjanglar shu pulni bir yerga to'plab turinglar yana. Endi mushunda yana bir yuchuq chiqdi. U yerda burunliki shu qurultayniki bir adam bo'lgan Abdurashid Turdiyev deb. Bu Tursun Turdiyev efendiniki o'g'li nati yaxshi odam Tursun Turdiyev aka. O'z vaqtida shu Sharqiy Turkiston armiyasida xizmat ishlagan komandir jangchi bo'lgan, keyin Olmaotadagi Uyg'uriston ozodlik tashkilotida taftish bo'lib ishlagan haqiqiy bir inqilobiy shaxs endi, ham tarixiy shaxs bu. Shu kishiniki o'g'ilning birisi endi shu qurultayniki yoshlar komitetiniki a'zosi bo'lib boshida qo'yib shu yerda pulni yig'atdi bu. Abiyatni yog'i Qahramon Xo'jambay deb o'tirib chiqib qoldi. Qahramon Xo'jambay shu 2-3 yil yog'i rasmiy u yerda vakil bo'lib ish qotgan odam. Uning ilgisi Rabiya Qodir xonimninki O'rta Osiyodagi alohida vakili deb batdi, u odamni chetga qoqatdi. U Abdurashid u yerda asosan shu qiladi. O so'mkilab pulni shu Abdurashid yig'ib o'shada qurultayning markaziga yetkazadigan bir shaxsdi, ya'ni shu xizmatni qiladi. Keyin u yerdagi qanday bo'ldi? Yilqi ba'zi bir ishlardan chataq chiqdi, nima bo'ldi? Keyin u vosita o'ziniki alohida imtiyozdan ayrildimi yoki o'zidan chekindimi qadalolmasin. Keyingi kunlarda endi 2-3 yilga Qahramon Xo'jambay o'tirib chiqildi, u yerdagi ishlarga. Ilgarisidagi so'mkilab pul ketdi. Endi asosli bir tarafı Odulluq Rabiya xonimga yetkazdigan, yana bir tarafı Münxendagi sekretarga yetkazdigan mana 2 shaxslik so'g'atdi u yerdagi pul sig'ilatdi endi. Hozir endi pulni o'zinglar yig'inglar desa, u yerda yana samimiy pokiz bir qo'llar o'tirib chiqib uni yig'masa, u pulni yana ashtaqlar. Yana ashtaq qiladi. Mana hozir agar shu hozirgi qonun ma'qullash shu ishlarning o'zi bu yil bo'lmay, hozirgi fursatda bo'lmay, 2018 yillarning ishlarida yoki 2019ning boshlarida shunday bir bo'ron chiqib imzolanib, hozirgi bo'lib ketgan bo'lsa, biz shu imzolatdik qo'yinglar deb 100 minglagan dollar yig'ilib ketadi O'rta Osiyodan. Ashni biz qildik. Ondan keyin Alloh bilan ular yig'ib endi to'plab berib Shunga eng yaxshisi ular agar tashkillanib pulni o'zi bir yerga to'plab turarligidek haqiqiy samimiy ishonchli bir tashkilotning bir partiya shaklida qura olsa, buni aşağıya to'plab turgani yaxshi. Endi mana bu jasorat sen deganga o'xshash haqiqiy bir mustaqillik, bu mustaqillik tashkilotining orqasida Amerika hukumati bilan NATO ittifoqi bilan shunday ishonchli bo'lib ketgan chog'ning o'zida rasmiy lekin komissiyon tashkillanib, fondi tashkillanib o'tirib chiqqan chog'da andikin shularga beradigan mundaq yo'lni topsa bo'ldi boshlar. O chog'da ziddiyat chiqmaydi. Pul berma degan buni o'tirsa ziddiyat chiqmaydi. Erkin demoqchi bo'ldim shu. Oldi bilan uyjanglar qurib, uyjanglar tikilib turinglar. Agar bir ish boshlanib qolsa,
Şile bilen buldu bu iş. Ya olmaydı hakiki bir müstakillik vekillik kıladigan bir organ çıksa hakiki sağlam. Bütün şulağa berinler devat edemdi. Bu naytı üç mesele. Ben bu şunu teşebbüs kıldım, kollayma erken o fikrini. Rahmet. Demek ki yani pulni bäme emas kimge berişni bil. Eğer kimge berişni to'g'ri adam tapamısan hazırça pul sende tok tursun demekçi. Şunda mı? Şu. Bu yerda cesaret bu yerda biz her türlü adamlar bilan yo'l qilyapmiz. Nima ish qilsa, men zaten u yerga berdim, bu yerga berdim, avdidi, 9-10 yildan birisi mushundaq aldamchilik borda. Zaten menga nisbatan eng oxirida men bo'lolmay o'tirib, mening uyimda qoralim tayyor, mening yenimda deb qo'ygan pulim tayyor, dang men mangay. Planni ko'rsatdim, men mangay andan o'tirib mushundaq qilmasak, sizlarmi ep ketadi ekansiz o narsani? Eng oxirida o'tirib, sizmi o'tirib bizga hisobini bermayotgansiz. 10 yildan birisi bo'layotgan ish mashida o'tirib, men o'zimdim o'tgan bu masalalarni O'rta Osiyodagi qarindoshlarim bilan paranglashdim. Eng oxirida o'tirib mediada dedik, hamda sizlar o'tirib buni to'g'ri dedinglar. Meningcha shu usul to'g'ri hamda bu yerdagi ahvollarni ko'rib turyapmiz qarindoshlar. U yerda men O'rta Osiyoda yashagan namrat odamlarmi yamanchiq, shu qozoq qarindoshlarimizni yezlik qozoq qarindoshlarimizni o'shada ochliqdan har turli o'layotgan odamlar bor. Shuni yig'ib bu yerdagi o'tiq odamdasi Turkiyaga yana bir tashkilotlar bunday yerga bermay, yerlik odamlarga fondi shaklida yig'ilib, ashlarga yordam qilib qilsa, ashadagi yerlik xalqni ko'ngil uftalaydi. Ular bilan bir bo'la oladi. Ularga asla oturib o'zining tashviqotini qila oladi. Dushmanning kim ekanligini bu yerda ular tushunib yetibdi. Bu orqali biz endi Xitoydagi bir razil hokimiyatga mencha o'rtaq bir qarash turishning Bay Abdurimjon degandek nayt yaxshi gap qildingiz. Shunday bo'lgan vaqtimizda meningcha ish yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Endi yana bir kichik savol bor bu yerda, endi shu Uyg'urlarning ahvoli bek nachar bo'lg'achqa turib-turiblar yerim yo'llarda qolib qolgan, nayt qiyin ahvolda qolgan bir Uyg'urlarimizning xabarlari kelib qoladi masalan. Endi ochlarni qutuldirish, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin yoki advokat tutib qilish bo'lsin, ular qisqart ketar ekan. Shunga oramizda o'xshamagan shaxslar bo'lsin, tashkilotlar bo'lsin, pat-patla shundoq bir e'lonlarni chiqarib qoldi. Falon ishga pul yig'moqchi biz deb bunda ishlar oyog'i uzilmayapti. Herhalde to'g'ri niyatliklar to'g'ri yetkazib yordam shaxsiy nomidan qilayotganlar bo'layotdi. Ammo shu ashtaq qiyin ahvolda qolgan shaxslarga pul yig'ish nomida pulni yig'ib berib o'zlari ashak bag'on bo'lib xotildi, yeb ichib yetib paloni puli xashlandi, bir qismi bor deb qo'yib chalib puchuqli hisob berib, yana shu o'z oldiga tashkilotmi emas, amniyatda xalqdan pul yig'ayotgan ahvollarmi oz emas. Mushtaq ahvollarga sizlar qanday qaraysizlar? Endi bu asli mumkin bo'lsa, biz durust bir tashkilotimiz bo'lgan bo'lsa, shu tashkilot qilsa to'g'ri bo'ladi. Ammo shu durust tashkilotlarning tayinning yo'qligidan shu shaxsiylar o'z oldiga qotdi. Shu to'g'rilikmi? Jiqiliga g'alaba jidallar chiqdi shu Uyg'urlar orasida. Oddiysi shu Turkiyadagi shu qiynab qolgan, masalan shu Xitoy virusi sababli nurg'un oilalar hatto yeydig'ini yo'q, ichdig'ini yo'q holatga tushib qolganlar borki, ochlarga yordam qilish nimasidan shaxsiy nomidan pul yig'ayotganlar bor. Mushahlarni hammalar kuzatib qolsizlar deyman, xalqimizga mushjiat azroq beradigan bir nima tavsiyalar bormi? Endi buniki aslida sen degandek haqiqiy bir markaziy tashkilot bir fondi ega bo'lib qilish kerak aslida. Undaq bir imkoniyat bo'lmagandan keyin, ya'ni imkoniyat emas, undaq bir salohiyat hozir bo'lmagandan keyin, andan keyin ba'zi tashkilotlar qilyotdi, rahbarlar qilyotdi, tashkiliy jihatdan tashkillanib turib, pulni yig'ib ham yana beryotdi. Bununla norozi bo'lganlarimiz o'zininki odamlarga beryapti, andan keyin bizga bermadi deydigan yomon g'avg'ali bakchi qanda 10 minglagan 20 minglagan bakchi qadam bo'lgandan keyin asosliqi mana shu 5-6 yilning yog'i kit to'plashib qolgan odamlar asosli bechora qurbon bo'lib ketgan bechoralar, hijrat qurbonlari deyiladi, buni chiroyli ot qo'yaylik, hijrat qurbonlari.
Endi bu hicret kurbanları az emas. Az olmagandan keyin endi birer teşkilatning o'zi, birer vaqtning o'zi bunun hammasini o'tishni chiqib bo'lmaydi. Endi bu ishni bizlam qilamiz deb Marksni ko'rsatib olganlarimiz bor. Biz qilamiz bu ishni, boshqa yaqin kelmaydi. Ama siz qilin unda bo'lsa desa, andakin 10-20 ming bakchi qadam bo'lganki, uning chiqish bo'lmaydigan gap. Ular yig'ilgan mablag'mi yeterli bo'lgan taqdirdami, taqsimlab berishning o'zi sistemlik bir ish qilib bo'lmaydigan gap. Bu yomonligi. Buni asli bir davlat qilgan ish-ku. O şu hozir Turkiyada endi 20 ming Uyg'ur deb qo'yaylik, o'tirsa hijrat qurbonlari, 20 ming nafar hijrat qurbonlari bor desa, buni xili cho'ng bir taraqqi topgan davlat qila oladigan ish. Hozir shu Suriyadan kelgan multijiylarning o'zini Yevropada nurg'un davlatlar bittalmi qabul qilmaydi. Vengriya qabul qilmaydi, Chex qabul qilmaydi, Bulg'ariston qabul qilmaydi, turmush solib qo'ydi boshqa Uyg'urni. Shunda davlat turib bir adamni qabul qila olmaydi. Biz o'rinlashtira olmaymiz. Chiqimini ko'tara olmaymiz deb olmaydi. Endi Turkiyaga yig'ilib qoldi. Turkiya davlati o ishni qilmaydi ekan. Ular faqat Yevropa bilan kelishib, Suriyadan qochib kelgan, Iroq urushidan Iroqdan qochib kelgan deb shunday Yevropa bilan to'xtamlashgan multiji salohiyatli kishilarga ham davlat tarafidan yordam qildi ekan, Yevropa bergan pulni olib taqsim qilib o'rlashtirdi ekan. Ammo Uyg'urdagi hijrat qurbonlari o'zi kelib qolganlarga Turkiya davlati o'rlashtirmaydi. Unda olgandan keyin bu 20-10 ming odamlarning o'zini bu yerdagi bir dernek yoki ikki dernek hal qilib bo'lmaydi. 20 ming odamga pul taqitishning o'zi degandan o bir cho'ng ish o. Nurg'unlagan ishxonalar bo'lishi kerak. Bosh taqitish uchun nurg'un mashinalar minish kerak. Unda qilib 4-5 adam, 15 adam qilib bo'lmaydi ishni guruchda qilganishni. Bu yomon ig'ir masala. Unda olgandan keyin o bizga yordam qilmadi degan norozilik yomon ko'p. Oy, mingdan birisi WhatsApp'da, Facebook'da norozilik bildirgan bilan nurg'unlari o'zicha norozilik bildirib telefon qilib urush yo'q ashada mushtoq majrali bor. Unda olgandan keyin boshqa kichik tashkilotlar, yana bir guruhlar o'tirib chiqib, ularni qilyotdi. Endi ularni aldab ketdi, bananlar degan olmaydi. Nimishqa degan chaqda ayetki tekrar edishning hojati yo'q. O'ncho'la odamga bir ikki dernek, mesela ma'rif jamiyati deylik, ma'rif jamiyati asosliq maydonga chiqib qoladi. 10 necha yilning yog'i qurilgandan tortib hozirgacha shu ularning asosliq qilgan ishi bir tarafdan bolalarni diniy o'qitish, ikki tarafdan diniy tabliğ qilish. Onundan keyin qarshi ashadki ehtiyojlarning moddiy ehtiyojini qondirish bilan andakin nupus iqomat ishini hal qilish bilan 14 yilni shuni qilyotdi. Ularni tillasaqmi, norozi bo'lsaqmi, ama qilayotgan xizmatdan birisi. Ama mandaq bir kelkun, multijiylar kelkuni bo'lgan chaqda o bir dernek hududdan herkes chiqolmaydi. Yani bular 10 yilni yo'g'i qurilganni yo'g'i biz qilyapmiz bu ishni. Biz qilmaymiz. Deb mutaasib qilib qolsa, andakin bu hududdan chiqib bo'lmagan chaqda andakin yordam yetmagan xalqning deydi, bu xiyonatchilar. O'zining odamlarga buyurdi, yaxshi ko'rganlarga buyurdi, chopini ko'targanlarga buyurdi. Bizga bermaydi deb norozilik, bu g'avg'o chiqdi. Bu ehtiyojini chiqib bo'lmayotgan narsa. Mablag' bor, yetkidek yordam bor, to'plamdi, ammo tarqitishning o'rtasida chiqib bo'lmaydi. Başqalar anneki onunla ki hamkorlashmaydi. Sen o'zing qilganniki men kelganda ayrim guruhlar chiqyapti hozir. Chiqib ayrim chaqiriq chiqaryapti. Ularning o'zi Allah hidoyat bergan yaxshi odamlar albatta hargiz xiyonat qilib yavanmaydi deb qaraymiz, ishimiz. Ularni qilyapti. Endi bu ziddiyatlar bor, yo'q emas. Endi shuning o'xshash u yerda turmada to'xtab qolganlarga pul yig'ib qutuldirib chiqimiz, ular bak ig'ir kunni qilibdi, ularga xashlaydigan pul avat beramiz deb shunday yig'ilgan ishlar shu WhatsApp mojiq rol o'ynab ketdi bir necha yilni yog'i. WhatsApp deganda endi ajraqlam adam yuqoriga kirib gap qilaversa, tili chiqib gap qilgan odam notiq bo'lib ekan. Hayotni o qo'yilib assalomu alaykum deb boshlab so'zlashib, bu so'zlayverib qoldi ekan. Yarım saat so'zlayvergandan keyin shuning bilan tuğunuluplamandın ya rast yalgan isim böyle tuğunuluplam andakin pulni qayaga yig'imiz pulon yerga yig'ing deblam boshqa bir odamni konto'ga yig'ilgandan keyin bu pullar yig'ildi andakin u yerga avatdiga az to'la shuning bilan shundoq bo'lib
2 yılның aldida mush Facebook'a bir ayal ilan çıkarıptı. Mening erim mashundaq vatan millatning ishini qilman, diniy ish qilman deb oldab, xalqdan pul chiqib, mashundaq bir oshnasi bilan o'sha tomosha o'ynagan deb mashlar resimlarni chaplab, boshqa ishlar chiqqan bir ishlam bo'lib ketdi endi. Uni o bir satchilik ish, buni hamda deb yurishni aytsak, hozir bir misol endi. Hamda bu yerda to'xtab qolgan, bu yerga to'xtab qolganlarning o'zi yordam qildiganga, iqtisod yordam qilgan rasmiy oturdu ba, diyanetlik, ma'lum bir kollektiv bilan ish qotqanlarga bilish kerak, agar pul beradiganlar. Yo'qsa yak chiqib, alayda o'yliyo sifat bo'lib, bu tabliğni qilib, masalan, ashulaki Allah bismillah deb oyatlarni o'ntatib o'qib chiqiblam, yig'iyversa, onun pulini beriversa, o pul andan keyin shunday boshqa ishlarga ketib qoladi ekan. Bu hamda mayli u töhmet bo'lsin, o ayol özünün ayalımı, nime onu okumayımız, aslında oğam içinden bir köydük. Mayli rast iş bolsun, yakki bir adam çıkıp, bir qancha adamla WhatsApp'ta çıkıp bir grup toplam onda təşkilatını qılayversə, onun belki bir tiyinin özümü, belki o bekalam, qıma, tavukağı taşılatqan pulda hukuk qalıcı o. Endi grup hazır, İstanbul'da gruplar oturup çıkadıdı. Grup bulup, yoki kichik bir jamiyat qurilib, anga aldırılıp, bula oturup chiqayotganlar bor. Biz Suriya to'xtab qolganlarga yordam qilamiz, Tayland turumlarga yordam qilamiz, İstanbul'dagi qiyinchilikda yordam yetishmayotganlarga yordam qilamiz qarindoshlar deb qilayotganlar bor. Bularning o'zini albatta ma'lum jihatdan to'g'ri tushunish kerak, ham ishonch qilib, ham ko'ngli ko'tayganlar ba'zi bo'ldi. Ba'zi yakki qarindoshlarimiz bor. Abdullah Aziz deb bir qarindishimiz var. Bu bala ya bekimden pul veren yardım kılınmağa deb demeydi. Ama yardım taktılan bala da bu. Ben bu yüzlerimde Facebook'tan aytdı, bazı çakçaklaşımız var lan. Ben başkalarının aşırı sorap baktım, bek işkilep sorap yaxşı emas qo'yandi. Bu hukukumuz ma'rifninki qarmaqıl qılamdı desem, yo'q bu şu Türk cemiyetlerden elip yardım berdigan cemiyetlerden. Uyg'urlarga ehtiyojli taqtigan bala bu. Özünün qat'iy ehtiyoji yo'q, özünün yetarlik nimasi bor, ama faqat qo'shimcha bir bo'sh vaqtini chiqarib, ehtiyojlilarga bunda ish qildi, pek xolis bala deb tushundida o'zim bak qo'shildim bo'ldi. Endi anda yakki balalarmi bor, chiqayotgan. Ular hargiz menga yordam qilinglar, mening akontda evet deb bunda demaydi. To'g'ri. Bundaklarim bor endi. Shunga bu nedeki aldamchilar, misli pul bermanglar deb aytishmi, haz yaxshi emas bo'ladi endi. Belki bir-birini desa bo'lmaydi. Avyam degandek o pulni yig'ib apirib, azraqni ularga berib etib, berishga adamni evet resim tushirib aklab, mana resim tushib keldi, pul berdik deb bilan haqindan deykinizda, işte tomosha qilayotganlarım chiqib qoladi ekan deb tabliq yurib. Akşam ümitlenmişimiz dedi o 97'de cihatımızda bizi tabliq qilib, tayya yo'qni bo'lsa, yaxshi emas kipti. Onu bo'ldi demaymiz. Daşta geldi beş ayetlerini aklınızda anlayıp edislerini gap tallığı bilen işten qayıl qılğanlarını aldamçı saxtı bezleyimiz endi. O ballarga çıktı, qariyarga çıktı dese o bir yaraşmaydı endi. Akşam onu dep boğusu vaqt uzarıp ketip qaldı. Bir gün şuna bir izahat bo'lib qolsun. Onda aldamçılar yaqmancı. Muşu büyük davrdimi Tayland qaqallarga, Bulgariston turmelerge, Filipinliklerge biz iqtisod yordam qilamiz, turmini ochqimiz deb tabliq yurib, men so'zlab mashulki bir 7sini misolga beribman. Mashunda pul chiqqan ishlar endi bo'ldi haqiqatan. Buni qatnashish kerak. Shu pul birdan qarindoshlar o'z ilg'ab rasmiy aniqlab turib, andan keyin berish kerak. Bo'lib kollektiv rasmiy bir tashkil o'tirib chiqqanlarga berish lozim buni. Mayli ular yap basımı azraq niyap kesimi köpünsün işiltidi albatta o xalqimizga bir g'ayyak. Müşellerde erkenke qala. Endi ma Türkiye'ninki Abdurrahimcan yaxshi tushundidi, Türkiye'nin ishlariga kelsak, endi meninki u yerdagi ishlarning tafsiliy amaliy ahvollarini bilmayman. Bu yerdagi ish izni, ish ruxsati bermaydigan ishlar bor ekan. Uyg'ur xalqimiga o'nchilik bir vatanda janubdagi Uyg'urlarga borsak, ashaning uyizda Uyg'urlar endi bir yerdan bir narsa chiqmaydigan yerdan tirikchilik qilib, bir odamdan bir narsani so'ramay o'tirib, tilimay o'tirib, o yildan bu yil o'zining janini beqib ketadi. Bizning millatimizdagi ishchan, aqlli,
anda qilqi boshqalarnikini bulab yesi yeydigan, tilab yeydigan millat emasdi. Bu men her jihatdan tushunma biri aşı dernekler, aşı yeni kelgan insonlarningki yo'lini nurg'unlarning yo'lini ko'rsatmasi kerak deb o'ylayman. Masalan, yoki Yevropaga ketadigan, ashni bir qonunliq o'tkazib etadigan, masalan, O'rta Osiyoda ayni vaqtida Bati nurg'ulgan shu Qirg'izistondagi nurg'un odamlar bakchiq Uyg'urlarni şu bir amallarni qilib azroq pullarni qo'shib yurib, shu Yevropa, Amerikaga O'rta Osiyodagi Uyg'urlarimiz yo'lni ko'rsatish orqali nurg'un Uyg'urlarni shu tashqi dunyoga, Yevropaga yo'lga solayotgan. Ama Türkiye'den bundaq vaziyatlarni biz bakchiq ko'rolmayapmiz. Endi bu bir echinishlik fojia. Aşağıdaki derneklarga mumkin qadar bo'lsa, men ilgari mashina degan nurg'unlarga qo'lidan keladigan yo'l bo'yicha Yevropa, Amerika ketadigan ma'lum bir yo'lni ko'rsatish kerak. Ashuni masalan yo'lda ish kessa yo'l kelib olsa bu yoqqa. Oilalarga bos ancha-muncha yordam qilib tursa, bu yerda oila jamlashtirish bilan ekvivalentda. Endi yana birisi endi ilgari ishlaydi, mana shu BDT'ning ko'chma yotkash idorasi orqali bu Yevropaga kelgan. Bu usullarni dedik desak, bu yerdagi odamlarimiz Türk xalqi haqiqatan yaxshi xalq bo'lgan bilan ayadagi hokimiyatining Xitoy bilan o'rtaq ishlayotganligini tushunmaydi ekan hala. Xitoy hokimiyati bilan ayni zihniyatda, ayni fikrda bu. Siz tashqi dunyoga o'tirib biz Türk'ün bir Türk degan qarindishimizni qishig'i kelib, vatan mustaqil qilaman, ozod qilaman deydigan ay datli tugitib o'tish uchun qo'yib qo'ygan siyosatlar avji, meni tushuncham bo'lganda. Aşağıya chiqib o'tirib, vatanda qanday jenni boqamasa, Turkiyaga o'tirib vatanni ozod qilmasligiga to'ying degandaklar, ish izni bermay, bu yerdagi derneklar ishning yo'llarini to'liq ko'rsatmay, u yerdan kelgan, bu yerdan kelgan pul bilan onu bunu o'tirib tashlab turib, boshqa bir ishchan, aqlli, zirak, har qanday yerda o'zining tirikchiligini beqib kelayotgan aşağıdagi xalqni butun dunyodan yordam so'raydigan holatga kelib qo'ydi. Buni endi balkim hamin tushunmaymi, yaxshi ish qilayotganda xato ayblab qo'ygan bo'lsam, kechiringlar dernek rahbarlari. Menimcha bo'lgan chaqda ashlar burundan tatib, xuddi O'rta Osiyodagiga o'xshash kelgan odamlarni Turkiya mandaq. O'rta Osiyodagi biz kelgan vaqtida shu yerdagi odamlar shunday tushuntirdi. Bu yer Shanxay hamkorlik tashkilotida, bu yer baribir o'tirib turib Xitoy qo'lini soladi. Siz bu yerda turolmaysiz. Eng yaxshisi Yevropaga keting, Amerika kashkicha deb o'tirib, mana shu yo'lni ko'rsatgan O'rta Osiyolik qarindoshlarimiz. Bugun Turkiyada turayotgan hamma qarindoshlarimiz o Turk biz bilan ber, haqiqatan qarindosh tuqqan biz. Ammo biz manfaatni menga tuqqan emas ular. Ularning turayotgan hokimiyatining zihniyati Xitoy bilan ayni zihniyatda. Mesela Türkiye'nin 3. hava aeroportu Xitoyning puli bilan selingan bütün narsa Xitoy bilan Ipak yo'lida bir. Ondaqkan bu yerda bizning milliy haqiqatan Sharq Turkiston davlatini ozod qiladigan, siz tirikchilik qiladigan bir da'vo u yerdan shakllanish tez. Chunki har qanday davlatga narsaga bir siyosat yeshilchiroq yiqish kerak. Bu yerdan shu bu yerda Abdurahimjon degandek Suriyada kelgan necha million insonlarni baqaldi, 4,5 million insonni baqaldi. Aşağıdaki 20 million Uyg'urlarga o'tirib ishlash iş ruhsati bakchiq Uyg'urlarga berilmaydi ekan shu. Bu Türkiye'ninki endi bu meselesini jiq so'zladik. Yana oldimizda Xudoyim bosh fursatlar bo'lsa so'zlaymiz. Oxirida men oxirgi bir savolimni sorib olsam, qisqa bir javob bersanglar, andan keyin programmamizni oxirlashtirsak. Endi odamda bir xil orzu umid tug'ildi-ku. Hozirgacha bo'lgan ahvolda ko'pincha bu tashkilotlar bosh bo'lib pul yig'ib xalqdan Mesela Uyg'urlik puli deylik va yoki qurultayga beriladigan pul, Robiya xonimga, Vankatovga beriladigan pul deb yig'ilib qolyotdi, ammo ba'zi qiyoslar tug'ildiki odamda. Uyg'urniki chet eldagi ahvoli qiyin bo'lg'achqa, xalqimiz o'zlari ko'zitib, ishonchlik 5 odam deylik. 5 odam ko'zitib, hamma odam ishonadigan 5 odam ko'zitib, mushu 5 odam mas'ul bo'ladigan bir Uyg'ur fondi deb bir narsa qurilsa bir yerda masalan, da? Shu 5 odam o'xshamagan 5 davlatdan deylik, hamma Uyg'ur ishonadigan, siyosiy aralashadigan emas. Hamma odam ishonadigan mayli ziyoliy bo'lsin, diniy arbob bo'lsin, bundan bo'lsin, 5 odamdan tashkillangan bir Uyg'ur fondi qurilgan bo'lsa, xalqimiz ko'ngildagini atag'anlarini shu fondga bergan bo'lsa, chunki 5 odam ishongashga ular to'g'ri yerga ishirtdi deb. Mushundaq bir bizga muashda inkaslar keldida sizlar bir chaqiriq qilsanglar, dunyoning hamma yerdan abay degandek hammadan ishonadigan 5 odam tanlab bir Uyg'ur fondi qurib, ashlar boshqaradigan fondga biz ko'nglimizni bersak, ashaga atsak,
aşılar nerede haqiqiy ehtiyoj bo'lsa, shu yerga ishlatsa degan bir sadalar kelyotadi. Shu masalan, mushniki ehtimoli qanchalik bo'ladi sizlarcha? Şu murakkab savol mı hozir? Bunda buldu deb qo'yilmaydigan savolda. Endi 5 odamni ko'rsatsak, 5 odamniki Uyg'urlarniki hozir iqimga bo'linib ketadi Uyg'urlar. Iqim. Ba'zilari qurultoy iqimini tutdi, ba'zilari hukumatning iqimini tutdi, ba'zilari diniy iqimni tutdi. Bunday iqimlarga shakllanib qolgan Uyg'urlar. Bunday bir vaziyatning ostida qaysi iqimlar aslida birlashishi kerak. Har qaysi iqimlar biz zaten hemimiz özümüz işengen adamını çıkaracak. Kurultay iqimlikiler Qurultaydan bir adamni chiqarsa, Qurultayning için Pakistan diyanatlik adamlar var. Qurultayniki O'rta Osiyoda bir burun taftish bo'lganti Ro'zmamat hojim. Hozir qanday amaldiki bilmayman. Diyanatlik adam, ama Qurultayni shu burunqi Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayi qurilgan chaqda 99-yil vekil bo'lib kelgandan yağı hozirgacha Qurultaydan chekinmagan adam. Mayli kim reis bo'lsin, Qurultay zodi o bizim dava organımızda ixlasya menotgan bir adam. Meni tanqidlab yerib ketdi, sen Qurultayni nima uchun bekatdan bo'lmay qilaysan? Men Qurultayni tanqidlayman. Qurultayning adamini tanqid qilmayman. O qo'y o ishini, o tashkilot o yanında boshda xapilib ranjidi odam to'xtadi. Masalan Qurultay tarafidan shu kishini ko'rsatsa, Ro'zmat hojimni Qirg'izistondagi. Ondan keyin hukumat tarafidan yana birisini ko'rsatsa, diniy iqimdan birisini ko'rsatsa, aslında chiqib hemisi o'zi ishindigan ham diyanatlik salohiyati aniq pokiz odamlarni ko'rsatsa, balkim shular andakin o'tirib chiqib, o'z oldiga ularnikin bir nima tashkillab fondini rasmiy qonunli bir fondi tashkillab o'tirib chiqarsa, shu 5 odam sen degandek zodi bir qozonda qaynay olsa, özün grupuga tatmay, Ro'zmat hojim Qurultayga ishiltma deb turolmay, bankat pul lozimki, hamma shu qilib vosita deb turolmay, shu ishni Abdurahimjon Gepangni bo'lib o'tay, ashtalarga tashkiliy oqib ko'rinish yo'q odamlardan tashkillash ehtimoli yo'qmidi? Tashkiliy oqib ko'rinish yo'q odam tashkillasang, tashkilotni qo'llaydiganlar uning yaqin kelmaydi. O hozir xuddi bizda o'tgandek pulni bekorga berib olsalar, bular inakni chaqib ishgandek ishchi vurdi, bular o'ynaydi, tomosha qildi. Aqlli yo'q qildi biz deyapmiz, shuning o'xshashlar. O ma'lum tashkilotni qo'llaydigan odamlar o'zining gapini anglaydigan, bütün o'zining atrofida yurgan xalqlarning hammasiga bamanglarga bo'lmaydi deydi. Hamma tashkilotlar bo'lmaydi deydi. O'tganda 2019-yilniki 10. aydamiki bechaqildi doktor Mamkimin Ala efendi meliki hukumatning ishida chiqqan krizisini hal qilaman deb bir komissiyon tashkilladi. Komissiyon tashkillagandan keyin qo'pib hukumatning ishida bir qancha xras qilib to'liq parchalanib ketmay biz xras qilgan guruh qilib haqqasini kim chiqirdi, kim o'tirib chiqqan haqqasini dedi. Ala bir oy faoliyat qilib beqib, tahdid sepaqdi. Biz yaxshi usulni qo'llaymiz. Agar bunga qaysi guruh yaqin kelmese biz bunu ilan qilamiz falan pustan dese, sen kimengi tehdit qilyapsan, kimdan aqasın deb itirof qilmadi bu komissiyonni hech qaysi guruh. Itirof qilmagandan oldi komissiyon tarqalib ketdi. Bo'ldi, bu ishni biz qilmay ekanmiz deb. Demak, bu seneki oq ko'ngillik bilan bunda bir tasavvurni o'tirib qo'yganing bilan, buni biz o'tirib qilib bo'ldi deb qo'ysak bo'lmaydi. 2018-yil Norvegiyadan Mirzakram efendim Xudoyim. Bir kishi ya Mirzakim emas, Said Akram. Said Akram efendi ashta fondi tashkillayman deb o'tirib chiqqan. Chiqib, anaqa sap o'zaro birlik kelib yettadan bir fondni alaydi logoni yasab e'lon qilib, besh qo'ydi, keyin qo'yib bu yig'ilgan pulni besh qo'yib Qurultayga ishlatman deb turgan gap. Besh qo'yib yo'q bo'lmaydi deb shuning bilan ular yaxshi bo'lmagan bir ahvollarni xabarim bor meniki. Demak endi o heliqi sen ko'rsatsa meni mushu pakiz yavanmaydi deb. Meni kim itiraf? Aslında gapim demak, mushu mavjud iqimlarning ichidan iqimlarning ichidan shu iqimlar o'zi itiraf qilgan
pakiz janatli adam bo'lishi kerak. Bu odamlar to'plashib andan keyin chiqsa bo'ldi. Bo'lmasa xalqning o'zini bitirib adam chiqarmaysiz desang, o bitirib adam shu bitirib adam bo'lib tashkilsiz yo'q, tashkilotlashish qanday aloqasi yo'q odamlardan yig'ilishi mumkin. Ammo tashkilotning azroq ta'siriga uchraydigan odam bo'lsa, bitin ololmaydi o fon, oqmaydi. Shundoq. Demakki, oson ish emas. Oson ish emas. Bunga mush iqimlar insofga kelishi kerak. Mush iqimlarning o'zi ham qo'ydik bo'ldi. Shukri Xudoyimga shuncha yetdimiz, ichdimiz bu millatniki qon tarini. Endi mushundaq bir xolis bir narsa o'tirib chiqsa onda har qaysi iqimlar o'ziga ishonadigan ham salohiyatli yaxshi odamni chiqarsa, bularniki xalqim e'tirof qiladigan salohiyat bo'lishi kerak bu. O o'zining tashkilotlar bizning muhimmatimiz deb chiqarib qo'ysa, xalq e'tirof qilmaydigan odam bo'lsa, o baribir yana oqmaydi. Adamdan chiqarsa sen degan bu loyiha o'tirib chiqadi, qig'il bo'ldi uni. Tamam. Qilib bu bir zurriyat tug'ilyotdi degan gap, bu millatga mushundaq Shu. krizis, mushundaq masalalarni ishonchlik odamlar o'tirib chiqib qiladiganqa zurriyat tug'ilyotdi degan gap. To'g'ri. Endi hozir ish pishayotgan odamlar jiq bo'lg'ashqa qarshi oshmoqmagan, maoshmoqmagan, yaxshi ko'ngilmi, yomon ko'ngil o'ynab ketayotgan, yaxshi ko'ngil bilan bergan narsalar harom yerga shilinib ketayotgan, ishlatilib ketayotgan bo'lgandan keyin har xil o'ylar tug'iladi ekan shunga o'xshashchu. Shunga endi bunga javob olgan bo'ldim. Bugungi programma 2 soat o'qibdik qarindoshlar. Endi orada bir qanday bo'lsa bir xo'jal xabar keldi, yana Amerikadan keldi. Qonunni tunugun Kengash palatasiniki tasdiqlabdiki, u Marco Rubioniki Twitterga qarsam, Xudoyim bo'lsa, atlikilama Avam palataning bir nima qo'ysa, men shuni umid qilaman degan gapni yozib qo'yibdi o nimasiga. Endi inshaalloh uzun o'tmay bu qonun amalga oshadiganday qiladi bir cho'ng xo'sh xabar. Shunga kelayotgan programmamizda inshaalloh shu qonun loyihasi to'g'risida tasdiqlansa, qanday foydasi bo'ladi, Uyg'urlar ashunga mos holda qanday ishlarni qilish kerak degan bir temada bir suhbat qilsak, uzun olmay bu temada suhbat qilamiz qarindoshlar. Bugun agar boshqa qo'shimcha qiladigan gap bo'lmasa, programmamiz misharish bo'lsin, soat bizda 11dan eshibdi yana. Kamishadi. Erkin kamon qo'lini ko'taradi joyda. Kuchilimiz. Erkinniki oxirgi Turkiyaga ishlar to'g'risida men 2 qiz emas, 3 qiz gap qo'shib qo'yay. Elki endi da'vatman o 20 ming 30 ming odam to'plashib ketgandan keyin ma'lum derneklar o ishlarni o'rlashtirib qo'yamaydi. O bir davlat qilgan. Endi u yerda iqomat og'allar va pasport vatandosh chiqayotganlarmi bor. Endi qat'iy iqomat chiqmaydiganlar va haqiqatda iqomat tartilib ketayotganlarmi bor. Har xil sabablar bor bunda. Ba'zilari elki qushxonaga berib kelganlar bor. Ba'zilar qushxonaga bormagan bo'lsin, aşağıda turib elki Allah jihad aşıyor, Allah jihad xilofat quramiz, islom xilofat quramiz, bu Turkiya degandan keyin kamolish bo'ladi deb mana Turkiyaning tashviqotlarini telefon deb taqdiganlar bor. Saddaq qarindoshlar. Din uchun xizmat qildim deb. Bu telefon deganda elki nima data saqlandi. Saqlangandan keyin kunlarning biri kelgan chaqda xuddi Turkiyaning sistemi erkin deganga o'xshash, Xitoyga o'xshash sistem. Ular elki telefon tekshirdi, aqsdan marlaydi, kamera va ko'childi, do'konda kamera va kimlarga kim bilan gaplashdi, qaysi uzun soqol bilan kim gaplashdi. Bular hammani marlab yurib, andan keyin qo'lga tushib qo'yadi. Shu doimlik iqomat og'allarning iqomat tortilib ketgan ishlar bor. Endi bekitib Turmaga yo'qolib ketayotganlar bor. Voy Suriyaga bormaganda hech nima qilmagan yo'qolib ketdi deydigan gap. Onu resmi aşırındaki işlerin xatarlı ekanligini bildiganlar deb erketdi qarindoshlar. Manda bir narsani tarqatmanglar. O'zinglarning jinim chiqarmasa biz din uchun xizmat qilsak sen murtad nima deysan deb turib unumaydi. Bundaqlarning iqomati chiqmaydi, iqomat bo'lmaganda ishlash ruxsati yo'q. Bu bir masala. Ondan keyin Yevropaga menglar degan gapni u yerdagi derneklar deranmaydi. O Turkiyadagi derneklar mush Uyg'ur akademiyasidan boshqa hamma derneklar diniy xarakterli derneklar. Diniy xarakterli derneklardan chiqib Yevropaga menglar desa, avuq Eğvat taqılan ming'an odamlar var. Sen kafirning jutiga islom ketganda kafirning odamlar murtad deydi. Bu rahmat yurib ketgan Mahsum Suriyaga bormanglar deb to'sqinga Mahsumning murtad jihatdan to'sqan deb oyat nozil qilib, ashula Qur'onning oyatini so'zlab turib, murtad deb Mahsumni ta'dan chiqarib atgan.
Ondaq bir tuproqning o'zi Yevropaga ketinglar diranmaydi-ki, hatto Yevropaga barmani qarindoshlar deb tabliq qilishga majbur bo'ladi. Bu biz andilikı keng tashkillik emas, biz bunda 10 minglagan, 5 minglagan odamlar bilan muomala qilmaymiz. Biz uni qilmagandan biz nayt xotirjam holda tasavvurni yaxshi qila olamiz. Ammo qip-qizil o'tning ichida ish qilayotganlar u yerda bir tarafga qolsa kavob kuydi, bir tarafga qolsa ziq kuydigan shundoq bir sharoitda. Mo'shin endi akimniki xabari yo'q haqiqatan, men uni bilmayman. Turkiyalik Rahmat. Netçil sig'iniga borgan, ichki ishini bilmayman, g'am faoliyatini bilmayman. Nachar odamlar bo'lishi mumkin. Men advogatlik qilmayman. Nacharlar bo'lishi mumkin. Askarlar bo'lishi mumkin. Aşağıda vatan milletinin hizmeti, dinin hizmeti deb turib, odam chiqishtirganlar bo'lishi mumkin bu tashkilotning ichida. Tizimlab turib, odam chiqishtirganlar bo'lishi mumkin. U butunlay mumkinchilik. Ammo umumiy vaziyatni aytgan chog'da derneklarning qo'ldan kelmaydigan nurg'un ishlar bor. Bu faqat davlat qila oladigan derneklar, jamiyatlar qilolmaydigan ishlar uni qilolmaydi. Bo'ldi men bu Turkiyaniki bir murakkab bir masala erkinga qila. Ben faqatla bir minutla bir azraqlı so'zlayman, jiq vaqtinglarni olmayman, ham sizlarniki ham ko'pchilikniki. Tödөгün degandek bu yerda bizningki bu Uyg'ur inson huquq qonuni bu yerda Töven palatadan chiqdi. Endi bu yuqoriga o'tib Trump apadiga yo'llangan ishlar bor ekan. Ben o'sha orqali bizningki xizmatimizda bo'lgan, bizning xizmatimizni o'zining xizmati deb turib o'zi qonunlarni tuzib qilib berayotgan Amerika hukumatiga ko'pdan ko'p rahmat deyman. Millatim, xalqimga deydigan gapim shu, bu qonun biz uchun muhim. Shuning uchun bu besilib qolgan, shuning uchun Amerikaga kirmagan, shuning uchun 2019-yildagi qonun yana hozirgi kechikib ketgan yerlar bor. Bu Amerikaning savallik emas. Mo'shada davo sipida turayotgan insonlarning aya anda qopdi, maya manda qopdi, man anda qil, anda qil degan shu yilqi tutamga chiqmaydigan gaplarni qilish orqali bularning kayniga kechikkini aniq. Mening mana davo sipidagi qarindoshlarimga deydigan gapim, sizlar o'tirib turib ortiq fikr bermang. Mening fikrim shu. Amerika o'zi qilsin. Qanday qilishni biladi. Sizlar vatanda Aşağının balığını bilmeysiz. Muş dava sipede turvatkallarınızın hammasi qo'lini ayt yumshoq. Bütün emeldarlarning balları siz. Aşağı o'qib chiqib, butunlay ahnaning ichidan chiqib, yani ahnaning ichiga kirganlar siz. Siz ayadagi zulmni bilmaysiz. O zulmni Steve Bannonga o'xshash Amerikaning emeldarlari 3-4 yildan tortib, shu Sharq Turkiston degan zaminda Uyg'urlar qo'llab ko'tarib ishiltib o'tirib 4-5 yil navot devatgan. Aşağını devatgan. Sizlar shu gaplarni desakmi, mushundaq ishlar bormi degan. Shuning uchun siz bizning davoyimizni tushunmaysiz. Uyg'urning zulmining qayerligini sizlar tushunmaysiz. Tushunmagandan keyin siz bunga fikr bermang, jiroq turing, Amerikaga qo'yib bering, shunday qiling. Bu bir. Ikkinchidan, mushu davoning kaynida turayotgan barliq vatansevar xalqimizga deydigan gapim shu, Amerika qancha tiz bo'lsa tiz ma'qullab bergin. Deb o'tirib Facebooklarda xat yozinglar, Twitterlarda xat yozinglar, har turli narsalarni chiqaringlar. Bu talabni qat'iy va qat'iy to'xtab qo'ymanglar qarindoshlar. Mumkin qadar bu tiz bo'lsa tiz ma'qullanish uchun bu yerda o'zimizning talablarini bildiraylik. Qancha tiz bo'lsa shuncha tiz chiqadigan talablarimizni bildiraylik. Twitterda bo'lsin, Facebookda bo'lsin, ayrim xat yozishda bo'lsin. Zod Amerika mushuni qilib bergan deb o'tirib, buni talab fikrlarimizni hech qachon o'tirib qarindoshlar, meni deydigan gapim buni to'xtatmaylik. Rahmat meni deydigan gapim. Rahmat. Oxirida programımız ahırlaştı qarindoshlar. Bugun yana 2 soat ortiq vaqtinglarni oldim. Bugun herhalde bu iqtisodiy temini to'liq yo'ritib beramagan bo'lsaqmi, biroq asosiy jihatini yo'ritib bergan bo'ldik. Xalqimizmi az bo'lmagan savollarga javobini oldi deb o'ylaymiz. Bundan keyingi ishlar shu qarindoshlarimizning aqliga qoldi. Biz deydiganimizni dedik. Xayr qarindoshlarım, Allohga omonat. Sizlarni yana bir ko'rishguncha omon bo'linglar. Qat arada shu qonun temasida ko'rishimiz yana. Xo'sh, Allohga omonat demsa. Allohga omonat. Qarindoshlar, bugungi suhbatimiz uch qarindishimiz bilan bo'lgan suhbatimiz mushagicha bo'ldi. Oxirida
sizlarga qo'yib beradigan qisqa bir ikki video bor. Uni o'zinglar ko'rib, o'zinglar baho beringlar. Mening bu yerda bir deyishimning hojati yo'q. Qani, marhamat. Assalamu alaikum Uyghur cemaat. Assalamu alaikum Uygurlar, Orta Aziyanın Uygurları. Biz Muşu Almut'un turgunu ne dedim yani? İşte kolxozcu. Muşu hazır ben kolxozcu melde. Endi özüňiz tanıştırkanlar bu. Benim ismim Abdülhamit. Kazakistan devletide Almut şehrinde yaşayman. Bugün bizniki etmoqchi bo'lganimiz bu media arqılık. Muşu bizniki Dünya Uygur Kurultayı'nınki ep ketpagan faaliyet, ep ketpagan işler to'g'riliq biz bir hisobat ağımız keldi. Bu hisobatni yalnız mening fikrim emas, butkul muşu Kazakistan yaşayotgan Uygur cemiyetlerden. Nurg'un yıllardan beri muşu Dünya Uygur Kurultayı'na kelgan Dolqun İsa efendim hiç kaçan hisobat bermeydi. Hiç qanday doklad qilmaydi jurtqa. Endi bizning bildiğimiz bugün künde muşu yig'ilayotgan nurg'un yillardan beri muşu Dolqun İsa ivatgan Dünya Uygur Kurultayı deb yig'ayotgan aqchilarni bizga hisobat bersin. Nega qaysıldi, qanday ishga qaysıldi? Hozir dünya yüzünde muşu bizniki Bishkek Qirg'iziston davlatida yaş bir bala 21 yıl, 22 yıl bo'lib qoldi turmada o'tag'ini. Vyetnamda bor, Malayziyada bor. Aştaq başqa sır davlatlarda naiti azap chekayotgan bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz bor. Muşlarning bir qatam bo'lsa ya gepini qilib qo'ymaydi, ya ashlarni turmadan chiqarib olayli degan bir vazifasi yo'q. Bizning bugungi kunda bildig'imiz faqat bir narsa. Yig'ilgan pullar nimaga xarjlanyapti? Mana qancha yillar bo'ldi, her bir ayda nurg'un pullarni O'rta Oziyada ya boshqa bir davlatlardan yig'ib Dünya Uygur Kurultayı'na o'tkazyapti. Bularninki haydab juguni esil maşallah. Balları çoğun okuş orunlarda okuydu. Kunde bularninki tamaşa, kafe, restoranlarda yakmıgan insanlarını işiden qo'lab chiqdi. Demakchi bo'lganim, Dünya Uygur Kurultayı Dolqun İsa efendim bizga keregi doklad bering. O'tkazayotgan ishlaringlar to'g'riliq ham hisobat yig'ilgan aqchilar ne xarjlandi. Siz tushuntirib qo'ying, shu Dolqun İsa mashalada aqchini yig'ayotganda, men undaq siyosatchi emas, endi kim bu yerda yig'ayotdi aqchini? Bu yerda yig'ayotgan mushu Dolqun İsa'ningki telefon bilan berilgan buyrug'i to'g'riliq yig'ayotdi. Bu Qirg'izistonda o'tyapti, bu mush Qozog'istondan bo'lyapti. Buni yig'ayotgan Duxninki a'zosi Qahramon akamiz Qajanberdiyev. Her bir yig'in açqanda pul yig'ildi. Yig'inga kelganlardan. Endi kim avatdi? Nega avatdi? Shuningki hisobotni bizim Qozog'istondagi Dux a'zolari mashada yig'in açqanda bizga hisobot bersin xalqqa. Mana endi siz tanishtirib qo'yamiz. Assalamu alaikum. Qadrli jurt, Uyghur ahli. Biz bugün üç adam yig'ilib jiqra xil adamlarniki deydigan so'zni aytadigan maqsadni oldinlarga qo'yyapmiz. Sababi keyingi vaqtlarda jurtning ichida, har bir jurtlarning ichida, har bir xalqlarning orasida bu necha yildan beri yig'ilayotgan pullar nima ketib bordi? Nima ish qilyapti Dux? Kimlarni ta'minlayapti bu pul bilan? Bizniki intayin xalqimizning beshida intayin yig'ir kulfatlar bo'lyapti. Bu dunyoning ichida hech bir millatni beshiga tushmagan ig'irchilik bizning millatni beshiga tushyapti. Mana o'sha qiyinchilik, o'sha kaskin vaqtida Duxning odamlari, Duxning a'zolari her bir yigit beshlar orqali pul yig'ib xalqdan
маған шығып жатыр. Бұның қаяқ кет барды? Кім үшін ішіліп жатырды? Ешқандай отчет, ешқандай бір есабат жоқ. Біздің бір жыл сорайдыға еріміз, мұшы жығылып жатқан пұллар екен, мұшы қылынып жатқан қайсы ішіләнде, шының бір отчет бәсі. Рахмет. Әнде мәселе şu вәді бәдім ғой, мәселен дукланы yok қылма. Аста şununla mən kırışvatıma, kivatıma, şununla Allah buyursa mesela yokluk etme, o sebebi nim için ben bu adamlardaki siyasatçı emez, bu adamlar bana bizim akıllarımız bana bak, bula 30 neçə yıl jurvatkan, ben bir yerde o sadırdım diyendek, ben bir yerde bir şikayet kakşavatıma, bırak ben seni hazır, ben senin kuyruğunu tutvaldım mı, ben sana bir şeyini çipli etme. Onun sebebi nime? Sizler o Amerika'ya, München'lara nim buptu ya da Uygurlar? Ya da nime bu aşaçılık bu kattı mı ya da? Nimge jiyaka akçını jıgvatsızlar. Akçını meyde nimişki jıgmaysızlar. Meyde jıgıp bir restoran açmansızlar. Şu restoranlara ya da köp anları, balları ba, şulanın işki kırgızmansızlar. Ya dükkan içinler, şunun paydasını meşede bölmensizler. Nim керек olanda akçını jıgıpla bizden köpçülük Uygurlar mana. Endi ulan işine katışmagandıken endi bula endi muştak oylaydı men oyumça. Mana akçını berdim mi? Boldu Allah akbar. Men muşu vatan üçün ben muşu köpçülanıp bardım. Onda emas. Gep akçıda emas. Biz mana muşuk men kurvaslar özаңlar biz karşı çıkıvattımız. Namayışlar çıkıvattımız. Әкім мана мұшы Шарқ Түркістан немге байрағыны Русланы күтіп алған үшін мен нұрғын бияды гәпләні алдым. Бірақ мен шыныңа кірішіме, мен бұл байрақты біз маштап көчілер көтірішке мен азыр шыныңа кірішіп аттым. Әмі дүнияда рұқсат бізге әнді бияды қаршылар шығып аттыды. Немішке десаңла ұйғырланың марсыды бағындақ нәрселер. Біз разы емес мұшы байраққа. Şoğun ben evakta dedim ben seni senler deyim de. Ço kahraman. Ben sana ço nimde atma evakta sana dedim sen bana şu bir şeyini tıkvaldın sen. Evakta dedim o Xitay'ın konsolu çıkkanda meni video çürpem şeyde vakrap çıkrap de. Akçı bəmаңlar. Nəq vətənpərvər kimge işaş qılsılar, aş pulunu aşlağı jığıp, işqandaq çətəlləgə bolup mu Dünya Uyghur Qurultayığı əvətməңlar. Timni xalq üzəңlar kontrol qılınlar. Sırtqı çıxmışın. Qırğızstanda bolsun, Qazaxstanda bolsun, sırtqı əvətməңlar. Pulunu muşu üzümüz yaşavatqan devletdə işiltəyli. Vətənniki mustaqlıqı üçün işiltəyli. Vətnimizdə nim bovatıdı? Butkul dünya yüzündə işitmi bildi, möşkmi böldü bu toğruluq. Bunu etip geçişinin hiç haceti yok. Şunun üçün qeyrindaşlar, faqat vətənimizniki mustaqillığı üçün pulunu işiltəyli. Bu tapqan pulunla büyükatlık buldu şu vaxtada. Mesela şu vakta maçtak duk jıgali maçtak yıkana kotanız. Maçtak akçını jıgali diyende ço samda öpçürünla karapekınla mana tulkotunla ba mana siyasatçılar bizde hazır şu kahraman hocam yere kaldı ile kıbron kıvakladı. Ben dikkat kıvatmam bulağı. Ben özüm bu yolladı yakında çıkandı ben tukanlarınız dep. Ben 3 yıl haber yok. Bana sentyabr ayından başlap çıktım. Sentyabr ama 3-4 ay
өтмәстен менің машта көздерім ичілді. Не мұшы дүния ұйғыр құрылтай нем қуатыды, немшілан қуатыды бұла. Бұла бір қыттым мұшы Қытай қаршы шықты мұ? Мен көмідім. Мен көсем мен қошылу алаттым мұнда қадамдайы. Көмідім мұнда. Бір қыттым мұшы байрақты көтірі аватанда бұла. Шарқ Түркістан yok қанақ болады. Қытайғы мұшы мен дедім мұныңға. Сіз әнде ештің менлі консулға шығып, мен шәді қаршы чайна фашист вақырап түрме